Assalomu alaykum hammaga. Bizda bugun yangi rubrika va bugun o'sha hamma kutgan podkastni olamiz, ya'ni mehmonimiz Shahriyor Bekmurodov. Va bizda Po'lat yordam beradi, ya'ni ikkalamiz birgalashib Shahriyor aka bilan birga suhbatlashamiz. Tanimaganlar uchun Shahriyor aka, ya'ni shu Dream Zone o'quv markazining asoschisi va juda ham ko'p natijalar chiqargan ustozlarimizdan biri. Xo'p, Shahriyor aka o'zida ozgina tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum. Po'lat va Asilbek va qolganlar demoqchi edim. Asilbek taklif qilganingiz uchun rahmat desam bo'ladi. O'zimni olganda men sizlarga taklif qildim. Bu podkast yig'ish uchun majburiy podkast deydi-ku. Xullas, hazil taklif qilganingiz uchun rahmat. Xursand bo'ldim. O'sha rozi bo'lganingizga, mendan podkast olinglar iltimos debdagina 2-3 kun yurganim uchun oxiri rozi bo'lishdi. Mayli, savollar beramiz deyishdi. Tanishtirib o'tdilar o'zlari. Demak, Dream Zone o'quv markazi asoschisi deyishyapti, shunaqa bo'lsa kerak. 2020 to'g'rimidi? Shunda 2023-yil sentyabr oyida biz demak Dream Zone o'quv markaziga asos solganmiz va sizga qarab gapirganim yaxshimi? Menimcha sizga qarab gapiraveraydim. 2023-yilda sentyabr oyida Dream Zone o'quv markaziga asos solganmiz va o'shandan buyon hozir mana 2-yil ketyapti. O'sha Dream Zone o'quv markazida IELTS instruktori bo'lib ishlab kelyapman. O'zi aytgandek, ozmi ko'pmi bolalarga IELTSda natija chiqarishga yordam beryapmiz, hissamizni qo'shyapmiz. O'zbekistonda ingliz tilini demak obro'sini deymizmi? Ingliz tilini yanada kengroq yoyishga kichik bo'lsa ham hissamizni qo'shib kelyapmiz. Xo'p, shu o'quv markazi birinchi ochilganiga Shahriyor aka shunchalik darajaga yetib kelamiz. Masalan, 20 dan ortiq o'qituvchi ishlaydi yoki masalan 600-700 lab o'quvchi o'qiydi deb qanaydir fikr bo'lganmi? O'zi men nechta o'quvchi borligi va nimaligi bu ozroq sir saqlab yurardim, hozir aytib qo'ydim, mayli. Yo'q, sir emas hech qanaqasiga. Shunchaki podkastning oxirida aytmoqchi edik. Agarda podkastni oxirigacha ko'rsanglar, bizda ayni vaqtda nechta o'quvchi borligini aytamiz, ustoz o'qishlashini aytamiz demoqchi edim. O'sha endi boshqa bir qanaqadir bir intriga qoldirish kerak. Demak, oxirigacha ko'rsanglar, demak juda ham bir qiziq ma'lumotlar bor, o'shalarni aytib o'tamiz bolalar. PlayStationda bitta odamga yetkazganman hayotimda, o'shani aytib beraman. Tak, o'sha kimligini oxirida bilasizlar. Tak, bo'yatganingizdek, shu darajaga yetib kelish deganda endi juda ko'p narsaga erishib tashlamadik. Rostini aytganda, endi bo'yatganimizdek, o'ziga yarasha o'ringa ega bo'ldik Qarshi shahrida. O'zbekiston bo'yicha nima qila olmaymiz? Chunki juda ham katta o'quv markazlari bor. Juda ham nima deydi, obro'li, ancha nufuzli ustozlar bor. Ularning oldida hali ham biz shogirdmiz. Lekin Qarshi shahrida bizni ancha-muncha tanishni boshlashdi. Faqat Qarshida emas, Qashqadaryoda ham ancha-muncha tanib qolishdi. Dream Zone o'quv markaziga qidirib kelib, o'sha olis qishloqlardan, viloyatimizning boshqa rayonlaridan kelib hozir o'qishyapti. Va bu bizni faqatgina xursand qiladi. Bo'yatgazdek 20 ga yaqin ustozlar bor. Bularning ko'pchiligi o'zimizga o'qitgan shogirdlar. Masalan, shu yerda Asilbekning o'zi ham o'zimizning shogird hisoblanadi. Birinchi, demak, Dream Zone o'quv markazi ochilgan vaqtda, demak, Dream Groupda o'qibdagina, demak, natijaga erishgan edi. Mana Po'latni ham qo'shib oldik sostavimizga. Hozir umumiy hisobda 20 kishigacha bor ekanmiz. Qizlar nechta o'zi bizda? Примерно 10 ta qiz bor va 10 ta o'g'il bola bo'lsa kerak. Umumiy jamoada. Shunday. 10 ta qiz bola, 10 ta o'g'il bola va Samandar. Xudoga soldim kerakchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Sakiliga qo'shilmagan deb qoldi jonazani. 10 ta qiz bola va demak 10 ta o'g'il bola, ichida Samandar ham bor. Shunaqa deb qo'yaylik. Xullas, endi Samandarda qo'shatganmiz, Samandar bizga juda ham yaqin. Demak, 20 ta ustoz va ayni vaqtda men hisob-kitob nima qilib ko'rmadik. Biz yaqinda SRM tizimiga o'tdik. O'quvchilar soni aniq bilinadigan sistemaga 770 ta 8 ga yaqin o'quvchi bor ekan. Bu esa bitta o'quv markazi bor. Demak, bitta o'quv markazining o'zi hisob, bitta filiali bor o'quv markazi deylik. Uchun juda ham yaxshi deb o'ylayman. Toshkentda ham menimcha bitta filial bilan 8 tagacha erish yaxshi aslida.
Undan keyin bizlar soliqqa tushmasa bo'lmaydi. Yana bir narsa aytib ketishim kerak. Biz ko'pchilik bolalar tekinga, skipkada nimada o'qitamiz. Ya'ni ularning pulini hisoblab chiqish kerak deb nima qilib qolishmasin. Dream Group bor. Dream Group. Praktik guruhlari bor. O'sha yerdagi o'quvchilar ham inobatga olinyapti. Skipkada o'qiydigan o'quvchilar bor. Hozir birdan miyasi ketadi, 800 ta bo'lsa, 300 ming so'mdan minimal ko'paytirib yuborishyapti. Qancha? 240 million so'm. Ana hozir nima YouTube'ga chiqarib qo'yasizlar. Xullas, bu juda ham optimistik fikrlaganda juda ko'p o'quvchilar pul bermay tura o'qimay ketishadi. 2 oylik, 3 oylik beraman deb degani o'sha o'quvchilarga ham tegishli bo'laydi-ku. Biz sizni ko'rib turibmiz. Biz sizni hali ham kutamiz. Hali ham topamiz deydi. Yo, mayli, halollari bo'lsin, natijaga erishib ketsa biz rozimiz. Ba'zi o'quvchilar o'ylaydi, pulini bermay ketsam, demak ustozim norozi bo'lib qoladi, meni qarg'aydi deydi. Bu 100% to'g'ri gap. Hozir xavotir olmang, unaqa qilmaymiz desa, keyin hozir beraman deb yurgan bo'lishi mumkin, ko'nglida nima deydi, tugib yurgan bo'lishi mumkin-da. Hozir o'sha fikrdan qaytib qoladi-da. Yo'q, biz sizni qarg'amaymiz deb olsak. Xullasi, umuman olganda, aslida bu aytganimizdek katta, demak, mablag' bo'lib ketishi mumkin. Aslida unaqa emas, 8 ta o'quvchi. Lekin mana shu darajaga erishib oldik. Bitta filialning o'zida 8 taga yaqin o'quvchi va 20 ta ustoz ishlaydi. Faqat hozircha mana shu. Shunday. Hammaga salom, kech bo'lsa ham. Po'latni ham eshitaylik. Tugaguncha salom berasiz. Ha. Savollar boshlandi. Xo'p, Shahriyor aka, sizda dars berishga bo'lgan xohish o'zi qachondan boshlangan? Bir narsa aytib o'tishim kerak. Bu savollar hozir obunachilardan kelgan edi-da, o'zida yig'ib olganmiz. O'zlaringizdan ham qo'shimcha savollar bersangiz bo'ladi, bemalol. Tak, intervyu oluvchilarga men savol qanaqa berish kerakligini o'rgatyapman, qarang. Savolingiz demak qaytarib yuborasizmi? O'zi agar obunachilar aytgan bo'lsa, obunachilar bergan savollar bor edi deb o'shanda aytib ketish kerak. Shunday. Ahmadjon, yo'q, boshdan emas, mana shu to'shda ketaversin. Ahmadjon o'zingizdan bir ko'rsatib qo'ying endi, qo'shilib qo'ydingiz deb. Mana ketadi-ku. Mayli. Demak, Ahmadjon operatorimiz mana shu videolarni olishiga katta hissa qo'shayotgan, demak, Ahmadjon Istanbulov. Hozirroq Credit Studio deb ketadi-yu. Shurda aytib ketaymi? Bizda ozgina muxlislarimizdan, obunachilardan kelgan savol bor. Aha. Ana endi rasmiy. Ha. Shahriyorga dars o'tishga bo'lgan xohish o'zi sizlar qachondan boshlangan? Yoshlikdanmi yoki maktab paytidanmi? Bir oddiy karakarani o'rganib kelsam ham birdan kichkinasini 4 yosh, 3 yosh bo'lsa, unga o'zimdan olgan uni o'rgatish kerak emas-ku. Lekin shuni o'rgatishga kelaverardi-da, majburlab o'rgatardim. Ya'ni shunaqangi o'qitishga bo'lgan xohish kuchli bo'lgan. Bu narsa nima uchun kelgan? Bu albatta o'sha qonda deydimi, o'sha genda deydi-ku. Shunaqaroq bo'lgan. Chunki onam tomon buvamlar o'sha ustoz bo'lgan, hammaliklari. Bobom Jumaboy Irboyev demak Chiroqchida o'sha rais bo'lgan, o'sha keyin momamlar ham demak maktab direktorlari bo'lgan va dars berib kelganlar. Shuni hisobiga bizda hamma xolamlar ham, ayamlar ham domla bo'lib chiqishgan. Ustoz bo'lishgan. Ayam rus tili ustozi, dars bergan, necha yildan beri, 40 yildan beri dars o'tayotganlar bo'lsa-da, dadamda ham shunaqa notiqlik, oratorlik kuchli bo'lgan. O'tkazib qo'yib 4 soat, 5 soat ham leksiya qo'yib, bizga yoqmasdi-ku, lekin leksiya beraveradi. Birovga bir narsani uqtirish, nima deydi, qonda bo'lganda, aytadiki, inglizda it's in my bones deydimi? Shunaqa jumla bor. Soha oilaviy bo'lganda, to'g'rimi? Oilaviy. Shakllangan. Qachon o'zimda his qilganman, o'sha boyagi boshlang'ichdan bo'lgan, kimdirgadir nimadir o'rgatishga qiziqish. Lekin ko'p asosiy kirib kelishim 2012-yil bo'lgan. 12-11-yillarda to'g'ri keladi. Undan ham sal oldinmidi? 10 yo 11-yil to'g'ri keladi. Ingliz tilini men o'rgangan vaqtimda grammatikasini o'rganganman, keyin esa IELTS'ni boshlaganman. IELTS o'qishni boshlaganimdan keyin o'sha Headway kitobidan qanaqa listeninglar qildirib, speakinglar qildirib o'rgatish juda ham qiziqarli tuyulgan vaqtida o'zim o'sha katta singlim Shahrizodani olib, qo'shnilarimiz tepada Jaloliddin degan bola bo'lar edi, balki bu ham tomosha qilib qolar va uni sherigida va qarindoshimiz bor edi, Behruz degan amamning o'g'illari. 4 talasini yig'ganmanda, demak balkonda qontiqtachamiz bo'lardi kichkinagina, ular o'rgatib boshlaganman. O'sha paytda Headway'dan emas, School'ni для детей degan kitob bo'lardi. O'shandan o'rgatib boshlaganman. Diktant olardik, qiziqarliklar, spelling qildirardik, nimada yo'q narsalarni qildirardik, xullas, grammatikada. Shu narsa bolalarga juda qiziqarli tuyulgan. 2-sinf, 3-sinf bolalar ancha-muncha progress qilgan.
O'sha bilganman, dars o'ta olaman, o'rgata olaman, kimgadir bilim bera olaman, chunki ularda progress bo'lyapti. Undan keyin asta-sekin o'sha rivojlangan, maktabda dars berish boshlaganman, ancha-muncha B2lar chiqarganmiz. O'rtada sal uzilish bo'lgan. Universitetga 2015-yil, demak, Westminsterga kirgan vaqtimizda demak uzilgan. Universitet davrida ham dars berib kelganmiz. Yana bir nima, Westminster xuddi shunaqa universitet. Ayniqsa uni fakulteti bor, Economics is Finance. O'shani bitirish juda ko'pchiligiga qiyinlik qiladi. 8 ta bola o'qishga kirsa, masalan, aytaylik, birinchi, masalan, 4 yilda o'zida yiqilmasdan turib bitiradigan bolalar soni 300 ta atrofida bo'ladi. Ya'ni 500 ga yaqin bola qolib ketishi mumkin. Har xil sabablarga ko'ra. Ba'zida chetda qolib ketadi, xullas har xil. Ko'pchiligi lekin imtihondan yiqilib qoladi. Va buni yozga qolib ketishadi. Yozda ham bir marta imkoniyat bo'ladi. Yozda ham qolib ketsa, o'sha 9 semestr deyishadi u narsani. Westminsterda o'qiydiganlar buni tushunadi. Undan qolib ketsa, o'sha keyingi yil o'sha fanni qayta o'qiydi. Ya'ni 4 yilda emas, 5 yilda bitiradi, 6 yilda bitiradi kimdir 7 yilda. O'sha vaqtda biz imtihonga tayyorgarlik ko'rganimizda o'zimizning krug bo'lar edi. O'zi krugdagilar ham o'zi tomosha qilib turishgan bo'lsa, o'sha Javlon, o'sha o'rtoqlarimiz juda ko'p bo'lar edi, aytaylik, Akobir, biz Nuriddin birgalikda tayyorgarlik ko'rardik. O'sha yerda gavdasi, jussasi kichkina, eng kichkina men edimda. Lekin yoshi nisbatan kattarog'i men bo'lardim. Men 2 yil keyin kirganman universitetga, yiqilib. O'sha yoshim kattaroqligi va notiqlik bo'lganligi uchun o'sha liderlikni sal olardimda hammani birgalikda yig'ib tayyorgarlik ko'rardik. Hamma alohida tayyorlansa, yiqilish, masalan, aytaylik, o'zlashtirish sal kuchsiz bo'lsa, hamma bilan tayyorgarlikda, hamma bilan birgalikda nima qilardik. O'sha uchun ham hammamiz imtihondan o'tardik. Deyarli hech kim yozga qolib ketmasdi. Men o'zim o'sha asosiy oliy maqsadimiz bo'lgan first class bilan bitirish. First class bu Westminsterdagi qizil diplomga to'g'ri keladi. O'zimizning universitetda qizilga bitirganman. Qolgan o'rtoqlarimiz ham o'sha qizil bo'lmagan bo'lsa ham juda ham yaxshi second upper, second lower bilan bitirishgan. Bir narsani o'rgataverardim. O'sha orqali o'zimga yodib qolardi shu narsa. Ya'ni kimgadir nimadir o'rgatsang, yodib qoladi o'sha narsa. Aytadiki bir ustoz o'rgating, men tushunmayapman deydi, o'rgatadi. 4-marta o'rgatgandan keyin nahotki tushunmagan bo'lsang deydi, ustoz baribir tushunmadim. Seni tushunganingni bilmadimmi, lekin men o'zim tushunib oldim deydi-ku. 4-marta tushuntirgan payti. Shunaqa bo'lib qolgan, bo'lavergan. 3-kursimizga bir bola kelgan yonimga. Bekmurod. Familiyam Bekmurodov, uning ismi Bekmurod edi-da. Bekmurod degan yigit kelgan, hozir balkim o'zi ko'rib qolsa, Shahror aka like bosib qo'yar, podдержка qilib. Bekmurod degan bolalarda o'zi asli Samarqandligida adashmasam, Toshkentda yashaydi, Toshkentlik bo'lib ketgan. U bola aynan moliyaviy tomonlama yaxshi bo'lgan. Xullas shu kelganda aytgan, men degan 3-kursdan 6 ta fan o'qiymiz o'zi. Katta. Ko'p fan o'qilmaydi, 15 ta, 20 ta. Bizda ma'naviyat asoslari hammasi o'qitilaveradi-ku. Westminsterda 6 ta fan o'qiysiz bir yilda. Shu 6 ta fanni adashmasam yo 5 ta yo 6 tasi hammasidan yiqilgan edi-da. Unaqa yiqilish qiyin-da. Hammasidan yiqilish. Bor edi o'quvchilar. Siz o'zi 2 ta fandan yiqilsangiz ham 6 ta fandan Westminsterda uni yopishingiz qiyin bo'ladi. Yozda tayyorgarlik ko'rib, ikkalasidan 2 tadan 100% natija bilan o'tishingiz qiyin-da. U 6 tadan yiqilgan. 5 tadanmi 6 tadan yiqilgan. Umid qilib kelyapti, o'sha hech bo'lmaganda 2 ta 3 tasidan o'tib, qolgan yarmini o'qing. Imkon bori qadar kamrog'ini keyingi yil o'qing. Mana shu maqsadda kelyapti. Men Opshitada turardim. O'zi Toshkentda yashardi, u bola keldi. O'sha aytdi, "Oka" dedi, endi toshkentchalab gapiradi ular. "Oka" dedi, "Menga shu o'rgatib oling" dedi. Men shu topshiradi dedi. Imkon bori qadar baribir ham sizlar bilan birgalikda 4-kurs bo'la olmayman. O'sha miyada mentalniy shunaqa bo'lyapti. 4-kurs sizlar bilan birgalikda o'qiy olmayman. Maqsadim shu kamroq fan bilan o'tayin. Keyingi yili 3-kurs qayta o'qiyin. 6 ta emas, 2 ta fanda o'qiyin, 1 ta fanda o'qiyin. Chunki qancha ko'p fanda qayta o'qisangiz, shuncha ko'proq xarajat bo'ladi. Yana ham uncha fanda o'qishga ham qiynalasiz. Yozda shunaqa imkoniyati bor edi. O'shanda men mayli dedim, yordam qilaman dedim. Qiyin lekin dedim. Yordam qilaman. Course leader bo'lardi. Course leader bu kim? Universitetni o'sha bitta ma'lum bir kurs bo'yicha tayinlangan head teacher deydi, ya, yuqori ustozi. Ya'ni student bo'lmaydi. Head teacher, главный ustoz. O'sha inson hal qilib beradi ko'p narsalarni. O'sha insondan so'ragan, ba'zi fanlarimni imkon qilib bera olasizmi, o'tkazib bera olasizmi? Tanish-bilishchilik o'tmaydi Westminsterda. Endi juda ham baquvvat bo'lsangiz bilmadim, lekin tanish-bilishchilik o'tmaydi. O'sha insonni so'raganda
ya'ni imkoni yo'q deganda, san bilan 3-kursda ko'rishamiz yana og'ayni deganda, 200% o'tolmaysan. Gapimga javob bergan, umuman qo'polroq chiqishi mumkin. Senga faqat Xudo yordam bera oladi degan. O'shanda, senga faqat o'sha bandasi yordam bera olmaydi deganda, shunaqaroq variantda aytgan. O'sha vaqtda shunaqa deb aytdi, bo'ldi, o'sha sen bilan aniq biz o'sha foydasi 3-kursda ko'rishamiz dedi. Biz haqiqatan ham to'g'ri aytibdi, lekin qo'ldan kelganini, masalan, bandasi sifatida biz qo'ldan kelganimizni ko'rsatamiz dedik. O'sha bolaga bunaqa bor edi, kurs o'yinlaridan o'tgan, asosiy imtihonlariga kirib, yechib chiqish kerak bo'lgan testlarida yordam berganmiz. May oyidan boshlagan bo'lsak, may oyining o'rtasidan iyun oyining o'rtasigacha 30 kun har kuni keladi. Har kuni keladida o'sha tayyorgarlik ko'ramiz. Birgalikda ikkalamiz alohida 60 tani birinchi etajga kelsa, guest room bo'lar edi, mehmonlarni qabul qilish xonasi. O'sha yerda bizga dars o'tishga ham bizga xona qilib berishgan edi. Yaxshi qilib berishgan edi. Pul topish uchun oddiy o'sha student bolalar u kelar edi, men o'sha yerda dars o'tardim. Hamma 3-6 ta fanga tayyorlaganman. Keyin o'zim ketganman, u bilan xayrlashganmiz 6 ta fanda. Shunaqa kelishganmiz, o'sha pul beraman, har biriga aytmoqchi bo'lganim o'sha qancha esimda yo'q, $100 beraman deganda. Men o'tsam ham, o'tmasam ham farqi yo'q, beraman degan mujik bo'ladi. Qanaqa, chunki baribir vaqt o'tkazyapsiz. Men aytdim, yo'q, o'tmasangiz olmayman. O'shanda bo'lmasa qaytarib beraman degandek qildim. Keyin 6 tadan birinchi 2 ta 3 ta imtihondan o'tib kelaverdi. O'sha men ko'nglim taskin topdi. Chunki 50% likka garantiya bergandim-da. O'sha qolgan 6 tadan 6 tasidan ham o'tib ketdi o'sha bola. 6 dan 6 ta. Endi o'zi xafa bo'lishi mumkin, sal qabul qilish sal qiyinroq bo'layotdi dedi, lekin detalniy mayda chuyda yo'da men o'sha payt tushunganman bu narsani. Agarda siz qabul qilishingiz juda ham past bo'lsa ham, detalniy o'sha tushunmay qolgan joyingizdan tushuntirib berish boshlasa, demak imkoni bor. Imkoni bor ekan. Mana shu bolaga qarang, mana imkoni yo'q, iloji yo'q degan joyda olib chiqib berganmiz. Salom, pan doktor. Meni taniyapsizmi? Qarang, yurib ketdim. Oqsamayapman ham. Meni Antoniya davoladi. Siz bo'lsa endi oyoqqa turmaysan, bir umr majruh bo'lib qolasan degandingiz. U seni qanday davoladi? U suyaklarim noto'g'ri bitganligini darrov angladi. Sindirib, joy-joyiga qo'ydi. Istasangiz o'ynab beraman. Juda soz. Tabriklayman. Keyin o'sha 4-kurs juda zo'r bo'lgan. Biz o'zimiz ham qoplashga ham yaxshi bo'lgan. O'sha bola o'rtoqlarini keyin olib kelgan. Bitta kekka ovqat bersangiz, keyin u 6 ta 5 ta o'rtog'i bilan kelib o'tiradi-ku. Shunaqaroq bo'lgan. O'rtoqlarini olib kelgan, tayyorgarlik ko'rishgan. Faqat bu safar yozga qolib ketgan o'rtoqlari nimasida, o'sha imtihondan oldin, masalan 10 kun vaqt bo'ladigan bo'lsa, 4-5 ta o'rtog'ini olib kelardi. Har bir darsga 100 ming so'm qo'yardik. Misol uchun yaxshi pulda, hozir ham 100 ming so'm yaxshi-ku, to'g'rimi? Masalan keladi 6 ta bola 100 mingdan bo'lsa 600 ming so'm pul bo'ladi. Bitta dars uchun bir kunda o'sha 3-4 soat. Men ular bilan eng qizig'i tayyorgarlik ko'raman. Birgalikda o'zim ham tayyorgarlik ko'rishim kerak baribir. Ha, men 500 ming so'm, 600 ming so'm foyda olaman. Va bu narsa 10 kun davom etadi. 10 kundan keyin boshqa imtihon bo'ladi, yana 10 kun. Mana shunaqa qilib ancha-muncha moliyaviy ham foyda olganmiz. Ularga yordam berish orqali, dars o'tish orqali, demak, ularga ham yordam berganmiz. O'rta ko'chada o'rtoqlarimiz bilan nima deydi, yomonlashib qo'yganmiz. Chunki o'g'illar bilan boshida aytdim-ku, birgalikda tayyorgarlik ko'rardik-da, ular bilan tekin vaqtlardik. Aytadi, Shahror aka, yomon mashinalik pul ishlayapti-da dedi. Biz o'rtoqlardan kechdi. Nuriddin, Javlon, Shavkat, uzr. Mana shu joyda o'sha paytda haqiqatan ham pul uchun o'rtoqlardan kechilgan payti bo'lgan. O'zi mana shu soha tanlashda faktor xilma-xilda 3 ta asosiysi bor-da. Iqtidor, ya'ni o'sha qobiliyat, qiziqish, ishtiyoqi, keyin imkoniyat. To'g'rimi? Sizda o'sha ishtiyoq boshidan boshlangan, singllaringizni o'rgatgansiz, yig'ib, kontaktlar. Ana mana shu 3 ta faktor bir joyda jamlangan vaqt aynan qachon bo'lgan? Yoki o'tgan yil o'sha o'quv markazi ochilgandan? Yo'q, u vaqt emas. Tushundim mana boshlaysiz. Menga dars o'tishga ham imkoniyat, ham iqtidor, shunisi nima edi? Qiziqish doim bo'lgan. Iqtidor bor bo'lgan deylik, aytdik, iqtidor boshidan bo'lgan. Bu narsa просто shakllanib, yanada rivojlanib kelgan
bo'lishi mumkin, shakllangan bo'lishi mumkin. Iqtidor ham bo'lganini tasavvur qilsak, qiziqish ham doim bo'lgan. Faqat bu yerda uchinchi holat imkoniyat qachon qo'shilgani. Imkoniyat menga o'sha 2010-yilda ayam ustoz edilar 23 maktabda. O'shandan keyin sal kattaroq bolalar ham o'qita olar ekanman deganman. Bu aytganda singlimni 2-sinf bolalarni o'qitganimda ularda progress ko'rganimizdan keyin ayamga aytgan, aya deganman, siz sinf rahbarisiz-ku, maktabingizdagi o'quvchilarni topib bera olmaysizmi deganimda, topib bera olaman deyishgan. O'sha paytda 3-4 ta o'quvchini demak olib kelib berishgan. O'sha olim, hali ham esimda Dilmurod Humoyun, esimni hozir ko'rib turishibdi, shuning uchun ismlarni xato aytmasligim kerak-da. Davlatmurod, uzr, Dilmurod o'rnin, Davlatmurod Humoyun demak olim mana shu bolalar kelgan. Ularga ham o'rgatganimda, ularga ham yoqqan dars. Bu safar endi o'sha Skultina bolalar uchun Didaktika kitobidan emas, o'sha ancha yosh bolalar uchun, chunki men Headway'dan o'rgatganman. Ular hech biror marta listening qilmagan, speaking qilmaganligi uchun ularga juda ham yoqqan bu narsa. O'sha imkoniyat o'sha payt paydo bo'lgan. Kimdir sizga o'quvchi topib berish kerak-ku, yoki o'zingiz topishingiz kerak. Shunda ayam sal yordam qilib o'rganlar. Yoqqan. O'sha bola uchalalar hozir hali ham masalan katta yetib ketishdi, yaxshi. Masalan, ishlarda yurishibdi, Toshkentda ishlaydi, masalan, olim bilan hali ham atlashinamiz zo'r. Biznes planlar qilib beradi shu yigit. U hali o'quvchilarni kelajagi haqida keyin gaplashamiz menimcha. Xo'p, Shahrur aka, obunachilardan kelgan savolga qaytsak. Xo'p, shu yerda bitta nima qo'ygan. Xo'p, homiyimiz bolalar, Dreamzone krujkalari va Dreamzone yo'q, kechasiz, bakallari. Dreamzone bakallari va Dreamzone. Xullas, o'ylab turgan bo'lish mumkin-da, nima uchun bularni qo'yib qo'ygan dedim, to'g'rimi? Biz bunga xarajat qilganmiz. Qo'ymasak bo'lmaydi. Turish kerak. Shahrur aka, guruhlaringizga o'rtacha 30-40 ta yoki ba'zi paytlar undan ham ko'p o'quvchilar bo'lib ketadi ekan. To'g'rimi? O'shanda bu juda ko'p emasmi degan savol. Shunday, shu savolni ko'rdim. Anonim qilsam ham ko'p complaintlar deymizmi? Shikoyatlar kelib tushadi. 30 ta, 40 ta ko'p emasmi deydi. Chunki ko'p hozirgi zamonaviy ta'lim nimalarida, muassasalarida 12 ta, maksimal bizda 14 ta bo'ladi deydi va ustunligini, comparative advantage'ini ko'rsatib o'tadi. Individual yondashamiz deydi. Kamroq o'quvchi bo'lsa shuncha yaxshi o'zi aslida. Lekin birinchi navbatda bizda nisbatan narxlar arzonroq. O'sha aytilgan 14 talik joylar bilan 14 kishilik yoki 18 kishi maksimaldan yoki 12 kishilik bo'ladi-ku, o'shanaqangi joylardan ko'ra bizda nisbatan arzonroq. Hozirgi kunda o'quv markazini narxi 300 ming so'm bo'lsa, o'rtacha 300 ming so'm bo'lsa, endi aksariyati baribir General Englishda o'qitamiz-ku. Masalan, hozir boya aytganimiz 8 ga yaqin o'quvchi bo'lsa, 600 ga yaqini bu General Englishdagi o'quvchilar. Ularni asosiy daromadimiz biz o'sha 300 ming so'm. Sketkaga tushadigani bor, qancha tekin keladigani bor. Shuni hisobga olsak, juda ham kam bo'lib qoladi. Shu uchun biz nima qilishimiz kerak? O'quvchi sonini ko'paytirish orqali daromad qilmasak bo'lmaydi. Bu birinchi navbatda. Ikkinchi nima? Bir Everest'dami? Everest egalarining ismi kim edi? Shunda Xurshid aka edi. Xurshid akaning bitta gapi bor edi. Sizlarda Everestda 70 kishi bo'lar ekan gruppada, 60 ta. Bu ko'p emasmi deb aytgan edi. O'shanda o'sha odamning bitta javobi menga yoqqan, o'sha 70 kishilik gruppaga yoki 60 kishilik gruppaga kirish uchun 3-4 oy navbat kutadigan bolalar bor. Ya'niki bu talab qancha bo'lsa, demak shunaqa. Aytaylik, bu yerga 12 kishilik gruppada dars o'tgan odam 70 kishi o'tmayotgani sabab balkim unga 70 kishi kelmayotganidir. Masalanda, to'g'rimi? U o'shandan kelib chiqib o'ziga balkim nima qo'yib olgandir. Ya'ni comparative advantage'ni qo'yib olgan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni masalan men tasavvur qiling, men endi boshlagan ustozman va 4 ta o'quvchi kelyapti menga. 4 ta ham bu yaxshi boshlagan vaqtimda men aytdimki, 3-4 ta ikkinchi sinf bola bilan boshlaganman. Bittasi qarindoshim, bittasi singlim bo'lgan, majburiy keladiganlar. Ikkita begona bo'lganda, ikkita begona yoki 4 ta bola bilan boshlaydigan bo'lsam, keyin men aytsam, demak, zato men 4 tadan ortiq bola bilan dars o'tmayman desam, o'zimni reklama qilishim uchun-da, aslida o'zi undan ortig'i menga kelmasa. Aytaylik. Aytmoqchi bo'lganim mana shunaqa narsa bor. Sizga aytaylik, o'sha ko'pchilik shunda kameraga qarab gapirib qo'ya qolayman. Xo'p, agarda siz
borayotgan ustozga 40 ta 50 ta o'quvchi borayotgan bo'lsa, bu bilingki, demak ustozingizni demak saviyasi, darajasi, o'qitish uslubini yaxshi ekanligidan dalolat beradi. O'quvchi ko'pmi? Demak, u ustozga hech kim majburlab uni 40 kishilik guruhga 41-kishi qilib borishga majburlamayapti. O'zi xohish bilan boryaptimi? Demak, u kishini o'qitish uslubi yoqayapti. Berayotgan ta'limidan siz naf ko'ryapsiz, naf topayapsiz. Bu aytganimizdek, ochilib turishadi, oylab kutishadi o'sha gruppani ochilishini, xuddi shunaqa. Natija shunga yarasha bo'ladi. Yana bitta narsa, o'sha narsani ham aytib o'tishim kerak. O'sha 12 kishilik guruhdan aytaylik, bir kishi IELTS olayotgan bo'lishi mumkin-da. Qaysidir, qaysi markaz yoki nima demayman, 12 kishilik gruppadan, masalan, bir kishi natija olishi mumkin. Ana o lekin 35 kishilik gruppadan 30 kishi natija olishi mumkin. Shunda bu yerda sanoq o'z rolini yo'qotadi-da. Nabarot o'sha ko'pam bo'lib, ya'ni kam sonli, sifatli bo'ladi degan tushuncha, arzon narsa sifatsiz bo'ladi degan tushuncha, bu ham aslida bu nima deydi, isbotlanmagan narsa-da 100%. Aynan bizda shunaqa. O'quvchi soni ko'p bo'lsa ham gruppani katta qismi natija qila oladi deb o'ylayman. Uchun u darajada ta'sir qilmaydi. Shunaqa narsa ham bir narsa aytishim kerak. Qanaqadir dars o'tadigan odam bo'ladi, u 60 kishiga dars o'tishi mumkin, bitta katta auditoriyada xonada va u 60 kishiga ham birdek yetkazib bera olishi mumkin. Bitta boshqa ustoz bo'ladi, shu bilan bir qatorda u 5 kishiga dars o'tadi, lekin o 5 kishining 4tasiga yetkazib bera olmaydi. Bittasiga yetkazib berishi mumkin, tushunasizmi? Ya'ni bu yerda o'sha yetkazib berish nimasi ham muhimroq bo'ladi. Bekorga notiqlar masalan millionta odamni yig'ib olib gapirmagan-ku, Gitler masalan yovuz inson bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin singdirib olgan-ku o'zini tushunchalarini butun bir nemis xalqiga yoki boshqa arab tillarida ham aytaylik. Menimcha bu narsa yetkazib berish, kimlarnidir aytmoqchi bo'lganim ma'ruzasi, kimda dars o'tishdan yaxshiroq-da. Men bu bilan o'zimni maqtab qo'yib yoki o'sha dars o'tishdan ko'ra men leksiyamni o'zi ham yaxshi demoqchi emasman. Prosta bolalar shuni xohlayaptimi? Demak shunday. Soniga qarab baholash noto'g'riroq bo'ladi. Bu narsangizga boyagi isbot bo'lib ketishi mumkin, ya'ni Dream guruhdagi bolalar natijalari. Dream guruhda 30-35 ta bola bo'ladi. O'z o'rtacha, lekin natijalar ham o'shanga yarasha. O'shanga yarasha. 8 Darslar soni ertalabdan kechgacha o'sha narsani yana bir narsani aytib ketish kerak. Buni polni o'zi tushuntirib o'tish kerak. Hozir hech narsa qolib ketmasligi kerak bolalarda. Ya'ni o'quvchi soni ko'pligini natija ko'pligi bilan yoki bo'lmasam reputatsiyasi yaxshi bo'lgani bilan yetkazib bera olishi bilangina nima qilmaylik? Yo'q, cheklamaslik emas. Оправдать qilmaylik. O'zbek tilida bu narsa oqlash bo'ladi, to'g'rimi? Justify qilmaylik. Yana bitta justify qiladigan narsa bor, oqlaydigan narsa bor. Bu aytganimizdek berilayotgan soatlar. O'sha 14 kishilik, men Toshkentda o'zida ham ishlaganman. O'sha aytaylik internationalda bo'ladimi? Endi men ularga masalan tosh otish yoki nima emas, prosta ularning o'zini prinsipi shunaqa. Yoki boshqa bilmadim endi Cambridge'larda qanaqa, o'sha aytilgan joylarda birinchidan bo'layotganimizdek narx katta. 800 ming so'm, General English'lari masalan shunaqa o'qitiladi-da. 600 ming, 800 mingdan boshlansa kerak. Mayli Toshkent bilan taqqoslamaylik, mana Qarshini o'zida bo'lsa ham o'sha General English eng arzon o'quv markazidan bittasimiz. Ikkinchi bo'yagi aytmoqchi bo'lgan narsamiz, narxdan tashqari ham soat o'tilayotgan soati. Ularda 1 soat 20 minut o'tiladi. Ko'p darslar. Siz hozir tushunmasligingiz mumkin narsani. Bizda chunki Qarshida deyarli 99% o'quv markazida 2 soatda dars o'tsa, lekin Toshkentda 1 soat 20 minut o'tadi. Bu juda ko'p joylarda shunaqa. Katta markaz. 80. Men o'zim dars o'tgan joyda masalan aytadigan bo'lsam, mana qayerda aytib o'tmayman, 80 minut dars o'tardim. 81-minut bo'layotgan paytida eshik taqlab o'tirardi keyingi. Ustoz, to'xtang, men gapimni nuqta qo'yib olay, hech bo'lmasa desam, yo'q, nuqtani keyin qo'yasiz dedi. Bolalarni shundan chiqaring, men bo'lmasa 79 minut dars o'tishmay turib qoladi derdi. Tushunasizmi? Shunaqa kirardim, biz chiqar edik. Ya'ni hammasi hisob-kitob bo'yicha. Bizda qanaqa bo'ladi? 2 soat dars deyilgan bo'lsa, 2,5 soat dars o'tiladi. 2 soat 20 minut, kamida 2 soat 20 minut. Shu narsa meni xursand qiladi. Xuddi mana hozir bu 20 ta ustozimiz bor dedik-ku. Qolgan 19 ta ustoz ham hammasi xuddi o'zimga o'xshab. Ya'ni qizg'anadi. O'zini o'tayotgan vaqtini qizg'anadi degani ko'proq dars o'taveradi. 5 daqiqa. Shuning uchun ham janjallashib qolamizki, ba'zida xonani bo'shatmading, xonadan qachon chiqasan, bu yerda Samandar bilan Zulxumor urushgan, boshqa nima bo'lgan. Nimaga unday bo'ladi? Darsni eng kulminatsiya qiziq joyiga kelib qolgan paytida demak, to'xtatgisi kelmaydi ustozni.
Shuni tushuntirib olay ham bolaga maza qiladi. Dars o'tgan vaqtda ustozni o'zi ham qanaqadir bir zavq oladida, pleasure oladida, to'xtatgisi kelmaydi. Mana ham shunaqa holat bo'lgan Toshkentda. Yo'q, farq yo'q. Qiziq joyga keldingmi, ash qiziq joyini eslab qolgin. U yo'qolib qoladi-da, mana bu olovni shundan o'chirganga o'xshaysizda. Bolalar ham zo'r ketadi deydi, chiqib ketishadi. Qanaqadir ma'noda yaxshi, lekin 1 soat 20 minut. Bizlar vaqtda 2 soat 40 minut hisoblasak, 2 soat 2 barobar ko'proq vaqt sarflayapmiz. Vaqt bo'yicha. Yana bitta savol ham bor edi, adashmasam, o'sha savolga ham bir javob berib ketsak bo'ladi. O'sha savolga yaqin bitta savol bor edi. Kuni. Tak, o'sha darslar bo'yicha bir savolni qidirib ko'rsangiz, ko'p joylarda kurs 3 oy davom etadi. Mana shu savol. 3 oy davom etadi, lekin bizda o'sha har bir daraja bo'yicha 2 oy. 2 oy davom etadi. Ya'ni general English bo'yicha. O'sha narsa ham buni yana bir marta justify qilish mumkin, oqlashi mumkin. Qarang, siz o'sha ko'proq o'quvchi bilan o'qiyotgan bo'lishingiz mumkin, lekin siz 3 oylik kursni 2 oyda tugatyapsiz. 3 oylik kursni 2 oyda tugatayotgan bo'lsak, sifat tushmaydimi? Tengborlik ko'proq o'quvchi bilan deyotgan bo'lsangiz, yo'q, tushmaydi. Nimani hisobiga bo'yatganimizlik birinchidan bizaniki 1 soat 20 minut emas, 2 soat 30 minutga surib ketadi. Ayniqsa bu katta gruppalarni men aytib o'tishim kerak. Katta gruppa deganda pre-IELTS, IELTS intensive yoki dream guruhlarda. Bularda bilasiz 3 soat даже mana practice hisob qilsak, mana Shohsanam darsida 4,5 soatgacha bo'ladi. 4 ta boshlangan darsini 9 da tugatadi. U 5 soat dars o'tilyapti. Ularga yana qo'shimchasiga kuniga 2 marta chaqirilyapti. Mana oxirgi eng yaxshi chiqqan guruhimizni nima qilaylik? Dream guruh 6 da haftasiga masalan 12 ta dars qo'yilgan. Mock bilan qo'shsak 13 ta bo'lib ketyapti. 13 ta dars. Endi tasavvur qiling, 13 ta dars chaqirilsa, har vaqtda 3 soat 4 soatdan shug'ullangandan keyin albatta natija yaxshi bo'ladi. 3 oylik kursni 2 oyda ham tugatishimizning sababi shu. Ya'ni biz ko'proq vaqt shug'ullanamiz. Demak, shuni hisobiga menimcha ham ko'proq vaqt o'qitamiz, ham arzonroqda, hammasi adolatli. O'qitganga yarasha har bir bosqich o'sha testlar bo'ladi, ya'ni o'tish testlari. Shunday. Yiqilgan bola qayta o'sha kursini o'qiyveradi. Bu endi bolaning o'ziga ham bog'liq. Ham so'ralgan ekan, ingliz tilidan bo'sh vaqtlaringiz yoki bir darslardan tashqari vaqtlarda nimalar qilasiz? Yaqinda misol uchun Kalmar o'yinini ham tashkillashtirdik. Ikkinchi fevral kuni o'tgan, shu yilda aytgancha. Yana bir narsa aytib ketishim kerak. Bolalar, biz yangi Kalmar o'yinining ikkinchi sezonini yozda yoki sentyabrda Dream Zone o'quv markazining 2 yilligida sharofati bilan o'tkazamiz. Faqat u Kalmar o'yini bo'lmaydi-da, Dream Zone o'yini bo'ladi, Dream Zone Games bo'ladi. An'anaviy o'yinlarni ko'proq qo'shmoqchimiz. Masalan, yangi Og'rish-Tushti ko'chuvdikki finalda juda ham qiziq bo'ldi. Kutilmaganda. Hamma kutuvdi, o'sha yurishni qiluvdi. Men bir oyoqda yurish qildim, chopilib ketdi-yu. 70-80% bolalar o'yindan chopilib ketishdi. Ana shu payt o'sha videolarni ham qo'yib qo'yasiz-da, menim. Xullas bu aktivitelar haqida gaplashayotgandik. Umuman olganda outdoor aktivitelarga bolalarni qiziqtirayotganimiz o'zimni qiziqishimdan kelib chiqqan aslida. Umuman olganda bolalar ham qiziqishini xohlayman. Avvalgi o'quvchilarimiz ham yaxshi biladi, Laziz Salayevlar yoki nimalar, avval ular bilan o'sha ko'p mana shunaqa narsalar bilan shug'ullanardik. Counter Strike ham ketaveramiz. Sal boshqacharoq ustoz nimasini deydi, suratini yaratishni xohlayman-da. Shu dars o'tadi, o'rtada qanaqa prostranstvo deydi-ku, nima bilan chegara bo'ladi, o'quvchi bilan ustozni. Ustoz doim qanaqadir jiddiy odam, o'quvchi esa uni juda ham hurmat qiladigan, doimiy bo'ladigan bo'lsa, bizda sal boshqacharoq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu narsani, ya'ni o'rtoq do'st sifatida bo'lishi kerak. Universitet hayotida ham menda shunaqa bo'lgan doim. O'zim esimda, masalan, Westminsterda o'tirganimizda bizda kontentda o'sha rektor kelib bizdan ruxsat so'rardi, aytaylik, o'tirsam bo'ladimi oldinglarda derdi. Biz o'tirardi, ovqatlanardik. Yoki Cambridge'da o'qiganimda ham masalan aytaylik, chiqib olib basketbol o'ynashim mumkin, professor siz bilan birgalikda. Buni ko'p joylarda aytganman. Aynan u o'zini men professorman, mana bu bola endi kecha kirgan bola, birinchi kurs bola, men bilan nima uchun basketbol o'ynashim kerak? Men hurmat qilmay qo'yadi-ku deb o'ylamaydi. Mana shu narsa kelmaydi, lekin bizda o'sha
aytaylik u professor darajasiga chiqib qolsa biror inson, u hali professorlikni PhDni qanaqa yo'qlagani u katta savol ostida. Lekin shunaqa qilib bo'lsa ham aytaylik olsa, PhD qilsa-ku mayli, PhD qilmaganlari ham oddiy aytaylik magistraturani bitirib domla bo'lib kelsa, o'zini o'quvchidan ko'ra ancha bir necha 10 baravar ustunroq ko'rishni boshlaydi. Bu esa juda ham yomon. O'sha qanaqadir bir aytadiki, universitetdagi friendly environmentga juda ham nojo'ya ta'sir qiladigan holat deb o'ylayman. Bizda esa Dream Zone'da ana shunaqa holat bo'lishini xohlamayman. Shuning uchun ham shunaqa. Outdoor activity'ning o'zida keladigan bo'lsak, bu aytganim, hammasida borman. Hammasini yaxshi o'ynayman bo'lish kerak. Stol tennis u darajada zo'r emasman. Shu bitta bilyard o'ynamaymiz-da. Boshqa hammasi bor. Shaxmat avval shunaqa qo'yardim. Kichkinaligimda shaxmatda yaxshiroq bo'lganligim uchun, o'sha chempionatlarda ko'p qatnashganim uchun universitetda ham chempion bo'lganmiz shaxmat bo'yicha. Обществоda ham o'tkazilardi. Juda ko'p medallarim, nimalarim bor, maqtanib qo'yay. O'quvchilarga shunaqa nima qo'yardim. Shaxmatdan meni yut, senga tekin beraman. Tekin qatnaysan derdim. Keyin уже qarayapman, bir ikkita bolalar keldi. Shaxmatda kuchli bolalar. Bir ikkita yutib qo'ydi. Keyin qaradim, уже men qaribman. Endi u plan o'tmaydi. Hozir lekin prime time o'tgan, уже bolalar kuchayapti. Men dars o'tib yuribman, ular shaxmat o'ynayapti. Darsga tekin kelish uchun ham shaxmat kursiga qatnash. Aytgancha yozda shaxmat to'garak qilmoqchimiz, qo'shimcha nima qilmoqchimiz, kim qatnashsa. Keyin aprelni 20-larida где-то aniq shaxmat competition o'tkazamiz, chess competition. Demak, Dream Zone o'quv markazida. Futbol competition, shaxmat competition hammasi Samarqandga trip, hammasi aprelda bo'ladi. PlayStation competition kitob qo'yadi. O'zi bu video aprelda chiqadi menimcha. Aynidan hozir PlayStation competition. Lekin shu qismini qirqibdagina alohida videorolik qilib qo'yarsa bo'ladi. Nimaga anons bo'lib ketadi, to'g'rimi? PlayStationga keladigan bo'lsak, u alohida bir dunyo. Gapirib ketsangiz bo'ladi. PlayStation 1 o'ynaganman, 2 o'ynaganman futbol. Navbatga oladigan bo'lsak, futboldan keladigan bo'lsak, 1, 2 o'ynaganman. Keyin 3 ga o'tganmiz 2013-yil, 12-yillarda chiqqan bo'lsa aytaylik PlayStation 3. Shundan buyon hozirgacha to'xtatmasdan o'ynaymiz. O'rtada 1-2 yil to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Katta nima bor deyiladi? Tajriba borda baribir nima olganda. Даже faqat PlayStation 3 o'ynagandan ham ko'ra, menda avval 2-1 o'ynalganligi uchun yaxshiroq. Shuni hisobiga boya aytdim-ku, faqatgina bitta odam meni yuta oladi deyman, u odam yo'q. O'sha nima olganda hali ham sizda imkoniyat bor. Agarda PlayStationda o'sha yuta oladigan bo'lsangiz, mayli tekinga o'qitamiz Dream Zone'da. Demak, hamma endi PlayStation o'ynab ketmasa bo'ldi deydi. Shu chempionat qildik yaqinda, bilasiz, o'sha osongina o'sha birinchi o'rinni oldim. Yaqinda hali ham davom etib keladi. O'sha futbolni juda ham qiziqishimdan kelib chiqib, PlayStation'ni yaxshiroq o'ynayman. Yo'q, taxt bizda. Taxtga qayta o'tirdi. Taxtga qayta chiqdi. Qayta chiqdilar. Xullas, borsa chiqibdi. Shunday. Bizga o'xshagan. Oladigan niyatda. Yo'q, norasmiy chempionatda bir yutdi, uni ham qaytarib oldik. O'zimizga qaytib keldi. Konferensiya ligasimi? Qanaqa? Konferensiya ligasi. Shunday. Agar oladigan bo'lsak, eng yaqin raqobatchi siz darajadagi o'yin olmaydi-yu, lekin PlayStationdan? Aynan PlayStation. Shahzod aka yoki Bekzod? Yo'q, unday emas, ular daraja pastroq ancha ularniki. Hozir akam ham xafa bo'lishi mumkin. Lekin rostini aytganda farq deyarli sezilmagan bir o'yinchi ko'rganman. Bu Amir degan o'quvchimiz bor edi. Hozir kuzatib turganmiz. Rossiyada demak o'qiydi budjetga. O'sha yigit bizda Krivsda o'qigan. Yaqinda ham yanvardan bir o'ynagan edik. Juda ham yaxshi o'ynaydi PlayStation'ni. Mana shu yigit teng o'ynaydi deb o'ylayman. Yuta olishi ham mumkin, balkim juda ko'p o'ynab ko'rmaganmiz. Men o'ynaganda his qilganman, yaxshi o'ynaydi. Kutganman, lekin u ham yutgan paytlar bo'lgan. Oxirgi safar yutdim. Yanvarda o'ynaganda, lekin aslida darajasi ancha kuchli mana shu bolani ham. Shu bola endi chempionatda kelsa, qatnashib ko'rsa, bir ko'ramiz. Balki hozircha mana bu unbeaten turibmiz. Atletikoni La Ligada o'rinda. Ya'ni birinchi o'ringa chiqa olmaydi, lekin har doim 2, 3 Yo'q, unaqa bilmaymiz. U ana krepki yarashikda chaqilmagan yong'oq deydi-ku, shunaqangida bilmaymiz hozircha. U kishini. Xo'p, sharq inglizga qaytsak. Mana. Savol kelgan ekan, shunday
bugungi kunda juda ham ko'p IELTS olgan yoshlar yoki bir IELTS olgan odamlar ya'ni instruktor bo'lish xohlayapti, ya'ni IELTS instruktor. Vaholanki ular juda ham bir muvaffaqiyatli instruktor bo'lib ketmayapti. Ya'ni buning sabablari nimada va qisqa qilib yechim berib ketishsam mumkin. Tushunarli. O'zingizni fikringiz. Hozirgi kunda men o'ylayman juda ko'p IELTS instruktorlar yosh bolalar. Bu narsani o'sha statistika ham ko'rsatib turibdi. Juda katta natijaga erishayotganlar ham yosh bolalar. 2006-2005-yil bolalar 9 ball olyapti. Va ular o'z albatta natijasi kattaligidan o'sha birinchi ustunlik beradi o'zi aslida natijasi katta bo'lishi. Shundan foydalagan holatda ustozlikni tanlab ko'rishni xohlashadi. Chunki ustozlikda ham yaxshi ustoz bo'lsangiz, yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi chunki. Lekin muvaffaqiyatsizlikka uchrayotganining sababi birinchidan o'sha yosh ekanligi, tajriba etmayotganligi, dars o'tishda undan ham tashqari bu tajriba etmasligidan ham tashqari tezroq pul qilish maqsadi. Sabr yetmayapti. Boshida pul qilish haqida o'ylamagani ma'qulda ular. Ya'ni dars o'tishni o'rganish kerak, teacher treninglarda qatnashish kerak. Masalan, ulardan ko'ra darajasi pastroq bo'lishi mumkin. Ball bo'yicha aytaylik, o'sha bola hozir 8,5 ga erishib qo'yapti-ku, 2004-2005-yil bolalar. 8,5 olib qo'yayotgan bo'lsa ham, u aytaylik 7 ballik, lekin tajribasi bor bo'lgan ustozlardan dars o'tishni o'rganish kerak. Xuddi men 2 ta ball bor deb tasavvur qilaman-da. IELTSda 9 ball bo'lsa, xuddi shunday ingliz tilida dars o'tishning ham 9 balli bor-da. Tushunyapsizmi? Men masalan o'zimni shunaqa deb o'ylayman, 7,5 masalan aytaylik IELTS ballim bo'lsa, o'qitishdagi IELTS ballim bu 8 dan yuqoriroq. Shuni hisobiga masalan menda 7,5 bo'lsa ham 8 lik ba'zi ustozlarga ko'ra o'quvchi ko'proq keladi. Tushunyapsizmi? Boyagi 9 ball olgan, 8,5 ball olgan o'quvchida dars o'tadigan IELTS balli 4-3 shunaqa bo'layotadi. Uni hech bo'lmasa bir 6 ga 7 ga ko'tarish kerak-da, ikkisi bir-birini kompensatsiya qilib turgani o'rta oralig'ida berish uchun. Unda esa o'sha dars o'tish vobshe 3-4 bo'lgani uchun u faqat o'zi o'qigan, o'zi zo'r biladi, lekin yetkazishni bilmaydi. Mana bu yoqdagi dars o'ta olish IELTS balli juda ham past uni. Shuni hisobiga ular qoqilishadi. Boya aytganim, pulni birinchi tezroq topishni inobatga olib o'sha birdaniga taslim bo'lib qo'yishadi. O'xshamaydi boshida, lekin davomiy qilish kerak. Hamma narsani muvaffaqiyat siri bu davomiylikda. Aytganidek patience, consistency deymiz. Shu narsada, o'sha narsani men o'zim masalan hozir endi podkast bo'layotgan ekan, yashirmasam lekin narsani aytmoqchiman. Dars necha yildan beri masalan o'tib yurgan bo'lsak, pulni boya ko'p aytamiz, pul baribir muhim narsa, biznes uchun ham, insonni o'zini nima deydi, rivojlanish uchun ham muhim narsa-yu, lekin daromadimiz u darajada ko'p emas. Ko'pdek kimgadir ko'rinishi mumkin tashqi nimadan shurga ham qilib aytib qo'yana, daromadimiz ko'p emas. Yaxshi daromad qila olmaymiz. Masalan, agarda norozi bo'lish kerak bo'lsa, birinchi navbatda men norozi bo'lishim kerak-da. Chunki menda 10 yillik tajriba bor. 2012-yildan, 11-yildan beri dars o'taman. Vaholanki hozir ham masalan o'sha mashinamiz yo'q, aytaylik bir hovlimiz yo'q. Shuning uchun biz qadar asab qilib qolib, techingni tashlab ketib qolmaymiz-ku. To'g'rimi? Shuncha o'quvchi o'qitamiz-ku, katta bir summa pul qo'ymaymiz-da, aytaylik necha ming dollardek ko'rinadi-ku, o'shanaqa pul qo'ymaymiz. Nima uchun tashlab ketmaymiz? Chunki teaching bu passion, bu aytganimizdek, odamning o'ziga yoqadigan narsa. Menga Dream Zone o'zi bilan oladigan bo'lsak ham, bu o'sha Dream Zone o'zi haqida bo'y boshida ham so'ralganda aytib o'tdik. Deyarli ochilgandan beri masalan 2 yil bo'layotgan bo'lsa, yaqinda 2-3 oydan keyin 2 yil bo'lsa, non-profit organization kabi ishlab kelyapti. Ya'ni daromad qilmaydigan organizatsiya. O'quv markazlari endi qo'polroq aytganda pul ustiga quriladi deydi va ko'pchiligi hozir shunaqa qilib ketyapti. Lekin bir kun kelib men nima deb aytganman, Telegram o'zimni kanalimda ham bir kun kelib o'sha pul qilmaydigan biznes inqirozga yuz tutishi tabiiy, ya'ni muqarrar. Lekin shuni bilgan holatda ham biz deyarli non-profit holatda ishlab kelyapmiz. Ba'zi paytlarda minusga kirgan vaqtlar ham bo'lgan. Minusga kiradi, juda ko'p. O'sha siz bilan oramizda bo'lganingiz uchun sizni yaxshiroq bilasiz. Chetdan kuzatayotgan odam, rivojlanib ketyapti, soqqani zo'r qilyapti, bossin deyotganlar ham bor. Qanaqadir ego qilayotganlar ham bo'lishi mumkin-da. O'shana paytda aytish kerak. Masalan, shu oy biz qilgan daromadimizdan qo'ldan kelgancha mana hozir podkast qilyapmiz-ku, mobilografiya buyumlarini oldik. Masalan, 7-8 million plyusga chiqqan edik. O'sha 7-8 millionga biz nimalarni oldik?
bu safar yana chiqadigan bo'lsak yoki ana donatga karta tashlab qo'yamizmi? Keyingi podkast anaqa nima bilan olamiz? Nima deydi? Mikrofonchalar bo'ladi-ku, nimalar, anaqa naushnikchalar qo'yib olamiz. Siz da deb turasiz. Sardor Salyamov qo'shib. Xullas, nima gapdamidi? O'shanaqangi olamiz. O'sha narsa rivojlanishimiz uchun ham bizga ozroq vaqt kerak bo'ladi bolalar. Bizlarni qo'llab-quvvatlasangiz, demak, 10 mingdan yig'ishsa qanday bo'ladi? Obunachilarimizdan ham. Odam ko'rishi mumkin hozir. Ha? Yig'adiganlarni donat tashab qo'ysak-a. Shuni ham gap qilishadi-da, bular gadoy bo'ldi deydi. Ko'pchilik daromad hisoblashni yaxshi usta bo'ladi, lekin undagi xarajatni hech kim o'ylamaydi. Ya'ni o'sha o'quv markazida shuncha 700 o'quvchi keladi, 800 o'quvchi keladi, daromadi mana shunaqa, bu zo'r deydi. Lekin unga ketadigan xarajatchi, ya'ni detallar bor. Shunday. Tomoni bor. Ana shu tomonlama oladigan bo'lsa, bu aytganimizdek, ba'zi o'zimni topadigan o'zi daromadimdan ham o'sha xarajatlarni yopishga ko'p ketkazamiz. Shuni hisobiga, demak, lekin o'sha aytganimizdek, daromad qilish yo'lini biz bilamiz. Shunchaki u yo'lni biz tanlamaganmiz. Hozir non-profit organization deyotganimiz sababi ham o'sha kimnidir juda ham bir boyib ketishi uchun qo'yilgan tamal tosh emas Dreamzone. Bu narsani kimgadir yuzak ko'rinishi mumkin, kimdir ishonmasligi mumkin, lekin paka kelajakda bu narsa o'zgarishi mumkin, balkim qanaqadir vaqtda, chunki kimnidir bizni ham mashina mingimiz keladi, hovli qilgimiz keladi. Biznes. Lekin bu narsa hozircha aslida 1,5 yil, 2 yil bo'lyapti, o'z prinsipimizni yo'qotmaganmiz. Ya'ni o'sha pul ustiga emas. Ayni vaqtda bilaman, kurs narximizni sal ko'paytirib qo'ysak ham bolalar kelishda davom etadi. Ayniqsa o'zimning guruhlarimda, misol uchun, qimmatroq qilib qo'yishimiz mumkin. Yoki Dream guruhimizni tekin o'qitib kelyapmiz. Aytganimizdek, o'sha mana 8-guruhda o'qiyapti tekinga. Bu doim pulli bo'lmagan. Bepulga o'qishgan. Vaholanki ana shuni pulga chaqadigan bo'lsak, o'zi pulga chaqadigan bo'lsak, Dream guruhdagi o'quvchilarga nisbatan qanaqadir bir nima bo'lib qolishi mumkin-da. San qara shuncha tekin o'qiyapsan. Pulga chaqadigan bo'lsa juda katta summa olib ketadi. Rostida 12 ta dars, har bir dars yana 3 soatdan unaqa hisoblasak, umumiy hisobda oladigan bo'lsa, bu juda ham darajada chunki ko'ryapsiz, 600 mingdan 500 ming so'mdan, даже qarshi sharoitida ham IELTS kurslar haftaga 3 kunda o'qitilyapti. Mana shunaqada. Bizda esa haftaga o'sha 12 marta dars yoki 10 marta dars qo'yilib degani, yana 1 soat, 2 soat emas, 3-4 soat, bu turdan ham ko'p emas. 5-6 barobar bo'lib ketib qolyapti. Pulni ham o'shancha qilsa-da. Shunday. Yana kim dars o'tayotganiga ham e'tibor berish kerak-da, bu yerda. Qancha e'tibor bilan nima qilib, o'shalarni biz pul qilib qo'yib, misol uchun, minimal bir xato 500 ming qilib qo'yib ham, misol uchun, o'sha 30 kishidan ko'p pul ishlashimiz ham mumkin, lekin shu yo'lni tanlamaymiz. Ya'ni Dream Group 9 ochiladigan bo'lsa, endi bu yil ochmaymiz dedik. Keyingi yil ochadigan bo'lsak, balkim fikrdan qaytib qolib sentyabrda ochadigan bo'lsak ham, bu ham tekin davom etaveradi. Dream Group 10, Dream Group 11 nasib etsa, eng qizi ayniqsa shu guruhlarni pulli qilsangiz ham o'sha bola keladi, hech qaysi ketib qolmaydi. Ha, yo'q, bir tomoni bor. Bu yerda hozir pul yiqsak ham baribir keladi degan tushunchadan farqli tomoni bor-da. Nega tekin qilganmiz? Faqat savobdan tashqari, birinchidan savob bo'lish uchun ham, ikkinchidan pul yiqib qo'yadigan bo'lsak, auditoriya o'zgarishi mumkin. Ya'ni haqiqatda o'qiyman degan bolani puli bo'lmay qolishi mumkin-da. Natijaga harakat qiladigan, o'qiydigan bolani o'rniga sal tortmaydigan, dangasaliroq o'quvchi kelishi mumkin. Lekin bu aytganingizda 30 tani ichiga 30 ta o'quvchi qila olamiz. Faqat o'sha 30 ta o'quvchining nimasi o'zgarishi mumkin. Kimligi o'zgarishi mumkin. Yana bir narsa, menga tekin qilishim bolalar ustidan qanaqadir hukmdorlik, deydimi? Punishmentlar bo'ladi-ku. Qat'iyatlikni kuchaytirishga yordam beradi. Ya'ni, men albatta unga san tekin kelyapsan-ki, endi o'qi deb har doim aytmayman, lekin o'sha qo'rqishadi guruhdan haydab yuborishimdan. Pul to'lab qo'ygan bo'lsam, men pul to'lab qo'yganman-ki, haydab yuborolmaydi degan miyasida o'sha мнение bo'ladi bolada. Bepul bo'lsa, to'xta, shu bepul kursdan qolib ketmayin. Vijdonan o'qiyin deb, vijdoni ham nima qiladi-da, chunki qaraydi, Shahloraga shuncha Shohsanam opa shuncha e'tibor qilishyapti menga. Men bu yerda vijdonan o'qib ball olmasam, insofdan bo'lmaydi. Dream guruhni o'zi uchun ham, ana shu sababdan ham kirish uchun anchagina odam bo'lib qoldi. Shunday. Xabarda bo'ladi. 120 tamida, 135 tamida kishi aynan Dream guruh uchun mokka kelgan. Ya'ni tushga bo'lib olgan. Shunday. Keyin 30 kishi qabul qilingan edi. 35 kishi, 30 kishi, 35 talar bo'ldi-da.
3-4 kishini yana qo'shimcha demak tanish bilish deydimi? Qo'shimcha oldik. Shu bilan 35 kishilar bo'ldi. Nima yaqinda topshirishadi aprel oyida. Demak yaxshi 120. Menga bir o'quvchimiz aytgandi, o'sha Donbit haqida hikoya qilib berishganda Namangandami, 8 ta bola kelar ekan, 300 ta bola qabul qilar ekan har sezonda. Bir yilda 2 martami 1 martami qabul qilar ekan, ular o'qitar ekan. Men o'sha narsani endi hozir sal reklama olib ketib qoladi. Men o'sha narsani Qashqadaryoda Dreamzonda ko'rdim. Kichkinaroq variantini, hech bo'lmasa kichkina bo'lsa ham, o'sha 120 kishi kelyapti. 120 kishi kelyapti, 40 kishi, 30 kishi olinyapti va ularga farqli tomoni Donbit tekin o'qitmasa kerak. Tekin o'qitmasa kerak o'sha 300 ta bolani biz tekin o'sha variantda qilib beryapmiz. IELTS o'ziga keladigan, Toshkentda bilamiz rivojlangan IELTS, anchagina rivojlangan. Qarshi sferasida oladigan bo'lsak, aynan mana shu Qarshi shahri, Qashqadaryo viloyatida oladigan bo'lsak, IELTS olish darajasi o'quvchilarda qay darajada hozir deb o'ylaysiz? IELTSni umumiy darajasi IELTSni holatiga alohida to'xtalishim mumkin bu savolga. IELTS o'quvchilarining darajasiga alohida to'xtalishim mumkin. Birinchi o'zi savolingiz ikkinchisiga ko'proq to'g'ri kelyapti, lekin birinchisi haqida ham gapirishni men to'g'ri deb bildim. Mayli. Keyin siz savolingizga birinchidan to'g'ridan-to'g'ri javob berib o'taylik. IELTS darajasi butun O'zbekistonda bo'layotgani kabi Qarshi sharoitida ham oshyapti. Masalan, bir yilda masalan 7lar soni, 7,5lar soni, 8lar soni bu bo'lib turibdi. 8lar chiqishni boshladi o'quvchilarning ichida. O'quvchilar ichida 8 chiqishi Qarshi sharoitida bu yo'q edi. Deyarli yo'q edi. Bu narsa yaqindan boshlandi. O'quvchilar o'rtasi ham hozir ham sanoqli-da. Shunday. Bizda masalan o'tgan yili 10-sinf qizimiz olganida 8, bu yil ham men 1-2 ta 8 ko'rdim. Qarshi shaharda faqatgina bizda emas, boshqa joylarda ham masalan chiqib turibdi 1-2 ta. 7,5 sonlari ham anchagina ko'paygan. 6,5lar bolalar uyaladigan holatga kelib qoldi. Hozir qanaqadir ba'zi bolalar bor, 6,5 ball olyapti-da, o'sha 7 ga ozroq yetmay qolganligi uchun tashlashga uyaladi natijasini. Mana shu o'quvchilarga aytgan bo'lardim, baribir ustozning mehnati, o'zlarining mehnati, baribir uyalmaslik kerak. 6,5 uchun ham u inglizni umuman bilmaydigan bola 6,5 pastga uraveradi-da. Sen 6,5 oldingmi? Mana mahallamizdagi o'quvchilar Jumagul oldi-ku deydi. 7 oldi-ku, 7,5 oldi-ku deydi. Uyalmaslik kerak. 6,5 uchun ham shu o'rinda ota-onalarga ham aytib o'tishim kerak. 6,5 olyaptimi bolangiz? Bu degani bolangiz juda ham iqtidorli, bolangiz bilan siz faxrlanishingiz kerak. 6,5 uchun ham qancha mehnat kerak bo'ladi, necha oylab o'qigan bo'lishi kerak bo'ladi. Даже 5,5 ham. O'sha 6,5 olyaptimi zo'r degani. Demak, siz bolangizni 7 ball olmaganligi uchun, 7,5 ball olmaganligi uchun qaysidir qo'shnini bolasi bilan, farzandi bilan taqqoslab, uni pastga urib, uni motivatsiyasini so'ndirib qo'ymang. Hozirgi kunda men o'zim o'quvchilarim ichidan bilaman, 6,5 IELTS bilan 6 IELTS bilan 8-7,5 IELTSli bolalarga nisbatan ancha muvaffaqiyatli kelajakdagi ball hal qilib bermaydi doimon. Ya'ni masalan aytaylik 6,5 olib 3-4 ming dollar topayotgan o'quvchilarimiz bor. Toshkentda yoki chetda 7,5 bilan hali ham aytaylik bir yo'lini topolmay yurgan bolalar ham bor. Demak, shunaqa uchraydi. Shuning uchun unaqa ota-ona bo'lmang, unaqa pastga uradigan o'rtoq bo'lmang va hokazo. Menga bir gap yo'q o'tdi. Bir o'zimiz ovqatlangan paytda suhbatlashganimizda qaysi bir joy, qaysi bir hudud nimaga e'tiborni katta bersa, o'sha narsa bo'yicha taniladi. Misol uchun o'zimiz Qashqadaryoda go'sht sifatida tanishadi. Toshkentda har qanaqa tandir deydi. Vodiylarda boshqa, vodiylarda tanim, Buxoroda, Toshkentda tanim. Mana shu gap yoqqan shu. Buxoroga rostdan ham shu ta'lim bo'yicha juda ham bir shunday. Endidan boshlab ziyolilar ko'proq chiqqan joylar bo'ladi-da. O'zi Qashqadaryoda ham ziyolilar chiqmagan deya olmaymiz. Masalan, yaxshi insonlar ko'p chiqadi-yu. Lekin baribir bizda aytaylik eng yomon narsa o'sha biz ovqatimiz bilan maqtanishimiz o'zi aslida juda yomon. Boyaga aytgan narsadan kelib chiqadigan bo'lsak, bu fikrda nima o'sha aytganman, boyaga IELTS darajasini ko'tarilayotganini aytdik. Lekin shu bilan bir qatorda men bu fikrimga sal qarshi chiqaman. Qarshida, Qashqadaryoda IELTS hali ham inqiroz ostida. Ya'ni jar yoqasida deydimi? Shunaqaroq. Nimaga ham ko'rsatib bo'ladi podkast nimasiga? IELTS Qashqadaryoda jar yoqasida. Ular zo'r. Tushib ketdi, o'ldi. Nima uchun bunaqa fikrdaman?
nima uchun bunaqa fikrdaman? Ta'limga bo'lgan nima bizada qolgan viloyatlarga nisbatan hozir rivojlanayotgandek ko'rinishi mumkin. Ana bu aytadi-ku, quduqdan chiqmagan nima baliqcha o'zini butun dunyoni o'sha balchiqdagidek tasavvur qiladi deydi-ku. Xuddi shu narsani menga afsuski, men o'sha Qashqadaryo Qarshi shahri misolida ham ko'rsatishim kerak. O'zimizni balchiq demoqchi emasman, shunchaki darajamiz pastroqligini aytmoqchiman. Qolgan IELTS ko'rsatkichlari bo'yicha viloyatdagi ustozlarning darajasi ham ularda kuchli, bizlardan ustozlardan o'quvchilarning natijasi ham hozir bizlarning o'z o'quvchilarga nisbatan kuchliroq. Nima uchun? Chunki u yerda bu aytganimizdek go'shtni birinchi o'rinda balkim qo'ymayotgandir, ta'limni birinchi o'ringa qo'yayotgandir. Birinchi o'ringa qo'ymasa ham hech bo'lmasa teng qo'yayotgandir, yaqinroq qo'yayotgandir. Bizda esa men har doim aytgan bu narsani bizda o'sha 300 ming so'm bo'lsa, o'sha skidka qilib bergan paytlarimizda 250 ming so'm qilib bersak ham, o'sha bir oylik kurs pulini olib kelib berishga juda ham qiynalishadi. Keyin ko'rasiz, qiynalgan oilalar deb o'ylaysiz, lekin yaxshi mashinada aytaylik bolasini olib ketadi-da. Ta'limga bo'lgan sarmoyani oxiridagi qilish kerak bo'lgan, ya'ni ishlatish kerak bo'lgan pul deb bilishadi. O'zi xohlamasdan majburan berilgandek tuyuladi. Shunday. Ana shu narsa yoqmaydi desak ham bo'ladi, chunki biz pul oladigan odamki yoqmaydi. Fikrlashni nimani o'zgartirishimiz kerak-da ozroq. O'sha dadasi misolcha aytaylik, o'rtoqlari bilan turib olib, bolasini 1 yillik repetitorga qatnaydigan pulini bitta choyxonada yeb qo'yishi mumkin-da. Masalan, bitta haq berishsa, masalan 2 million, 3 millionga tushib qolishi mumkin. 4-5 ta o'rtog'iga. Zo'r joyda bitta tandir bilan qilsangiz, hozir 3 millionga tushasiz, 2 millionga tushasiz. Lekin o'sha 300 ming so'm, 250 ming so'm berishida biz eng pastga qo'yamiz. Men 1-2 filmda ko'rganman, masalan, Buxorodagi misolda keltirgan, masalan, Buxoromi yoki boshqa Toshkent o'zida ham ba'zi bir oilada ko'rganman. Oilasi aytaylik o'sha oyisi masalan farrosh bo'lishi mumkin yoki nima bo'lishi mumkin, 1,5 million oylik topadigan bo'lsa, lekin ulardan nisbatan qimmatroq bizga nisbatan 600 ming so'mlik bolasini repetitor bo'lsa, o'shani birinchi bo'lib beradi. Demak, qolgan 900 ming so'mni oilasiga yetkazishga harakat qiladi. Ta'limdan keyin ikkinchi o'rinda. Shunday. Qorin birinchi o'rin, demak ta'lim ikkinchi o'rinda bo'lmasligi kerak-da. Demak, och qolsangiz ham, demak, ma'naviyat umuman olganda bizning dunyo qarashimiz, ta'limimiz, intellektimiz yuqoriroq o'rinda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shu narsa rivojlanishsagina, nima deydi? Umumiy bizning bilimimiz ham o'sha o'quv markazlari yanada rivojlanib ketishi ham yaxshiroq bo'lardi. Masalan, ko'p joyda e'tibor bersangiz, o'quv markazlar moliyaviy tomonlama ham umuman olganda expansion deydi-ku, kengayib ketish bo'yicha ham tezroq rivojlanib ketadi. Toshkentda ayniqsa, Samarqandda yoki Buxoroda yoki Vodiyda, lekin даже bizdan ko'ra Surxondaryo ham yaxshiroq deb o'ylayman. IELTS darajasi nimasi bo'yicha-da. Bizda esa ancha rivojlanish ancha qiyin. O'sha sababi ham o'sha pastroq qarashimizni oddiy mana misol keltiraman. Zo'r o'quv markazlari Toshkentdagi, aytaylik IELTS zone aytaylik yoki bo'lmasam qaysi nomi chiqqanlar aytaylik, Thomsonni yoki mashhurlari bo'ladi-ku, yoki Everestni o'zi. Shular kelib nega Qarshida filialni ochmaydi? Birinchidan ochadigan bo'lsa, bu yerga auditoriya, ta'limni birinchi ko'rmaydigan auditoriyaning ichiga kirib kelyapti. Ularga 600 ming, 700 ming so'mdan narx qo'ya olmaydi birinchidan bizga. Unaqa narxni berish olmaydi. Unaqa narxni beradigan bo'lsa ham juda kam chiqadi. O'zlarini yaxshi ustozlarni, saviyali ustozlarni olib keladigan bo'lsa bu yerga, ular bu narxga ishlagisi kelmaydi. 300 ming, 250 ming so'mda ishlagisi kelmaydi. Mana shu uchun deb o'ylayman, hali ham demak, Qashqadaryoning asosiy auditoriyasi Qashqadaryoning o'ziniki. Ya'ni chetdan kelib o'qitishmaydi. O'zingizning IELTS bazasiga keladigan bo'lsa, qachon yangilash niyati bor? Hammani qiziqtiradi. Xo'p, o'sha narsa bo'yicha aytganda, bu yerga nimani aytib ketmoqchi edim? IELTS bo'yicha yana fikr qolib ketibdi ekan. IELTS natijasini chiqarishda birinchi navbatda ko'raman, natijani yangilashdan ham ko'ra. Ya'ni men natijam yuqori bo'lishini xohlayman. Qanaqadir aldab qo'yganda bo'lmayman. Qanchalik natijam yuqori bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin men shu narsani his qilganman, o'zim 5 marta 2,5 olganman. Ketma-ket. Bu va 5 marta 2,5 olganim 1 yil ichida bo'lgan. Ya'ni 1,5 yilmi? Ya'ni tez bo'lganda, har 2 oyda tez topshirib o'rganman, o'qitayotgan vaqtim ichida bo'lgan. Va shu vaqt tushunganman,
ha, shu vaqt tushunganman. Men hozir 7,5 8 kilo olishim mumkin bemalol, faqatgina o'rtada gruppani tugatishim kerak, to'xtatishim kerak. Faqat o'zim 4-5 oy, lekin o'sha 4-5 oy to'xtatadigan bo'lsam, o'quvchilar natijasi to'xtab qoladi. O'quvchilar natijasi to'xtab qolishini men xohlamayman, chunki birinchi prinsip bo'yicha eng asosiy qo'yadigan narsamiz o'quvchilar natijasi. Mayli men o'sha 8 ni olmayin, o'quvchim 8 olsin, men 8 olgandan ko'ra ko'proq xursand bo'laman. Mayli men aytaylik 8,5 9 bo'lmasin, lekin bir guruhdan 20 talab o'quvchi chiqarayin, IELTS natijalar o'sha menga muhimroq. Shu narsa qolgan ustozlarda ham birinchi bo'lishi kerak deb o'ylayman o'zi aslida. Endi baribir shunday bo'lsa ham aprelda bir kirib chiqaman. Hozir tayyorgarlik ko'rishga alohida vaqt bo'lmadi-yu, nasib etsa endi 8 bo'lishi kerak. O'quvchilar ham qiziqishyapti. O'zim ham o'sha yuqorilab chiqsam yaxshiroq bo'lar edi. Yana bir narsani aytmoqchi edim. Hozir Dream guruh 6 da natija chiqardik ko'p baland o'tgan yili. Keyin 7 da ham yaxshi natija chiqdi, lekin eng rekord varianti bu Dream guruh 6 da bo'lib turibdi. Mana shu rekordni men xohlar edim Qarshi shahridagi, Qashqadaryodagi boshqa markazda yangilashsa, men xursand bo'laman bundan. Menga afsuski hozirgi kunda ko'p men o'zim nima deydi, hurmat qilgan, yaxshi bir natijasida IELTS natijasi ham yuqori bo'lgan, 7,5 8 bo'lgan yaxshi ustozlar sıfırga o'tib ketib qolishyapti. O'sha ustozlarga aytardim, iltimos orqaga qayting. Siz IELTS uchun keraksiz. Bu yerda men bitta o'zingizga yaxshi emasmi IELTS o'qib tursangiz, Qashqadaryoning auditoriyasini olsangiz deb o'ylashingiz mumkin. Yaxshi albatta monopoliya tuzish, lekin qarshiman unaqa narsa kerak emas menga. Rostini aytayapman. Birinchidan nima uchun? Men monopoliya tuzgan taqdirimda ham faqat IELTS aytaylik, mendan ko'p natija chiqadigan bo'lgan taqdirda ham nechtagacha o'quvchi chiqarishim mumkin misol uchun, bir sezonda bir 20 ta, 30 ta natija chiqaraman, uzoq bo'lsa. Lekin aslida Qarshining sharoitida Qashqadaryodan yuzlab IELTS natija chiqishi kerak. Bir sezon o'zida, yilda emas, bir sezonda o'zida aytaylik, bir faslning o'zida. Bu uchun boshqa markazlardagi IELTS instruktorlar ham harakat qilishi kerak. Yaxshi chiqarib turgan o'quv markazlari bor albatta, lekin nisbatan kamroq. Men masalan aytaylik, Dream guruh 1 chiqqanida yaxshi 3-4 ta 7 chiqaruvdik, bu rekord bo'ldi. Uni rekordini keyin keyingi Dream guruh yangiladi. Dream guruh 4 undan keyingini yangiladi. Uni rekordini 6 yangiladi. Men aytmoqchi bo'lganim, o'shani biz yangilamaylikda, qolgan markazlar yangilasin va men undan motivatsiya ham olaman-da. To'xta, o'tib ketdi. Hozir shunisi men o'tib qo'yaptimki, PlayStation o'ynayam kelmay qoldi. Bu o'sha PlayStation o'ynaydigan o'quvchilarga olganlarga ham tegishli. Siz shunaqa kuchayib keting, meni yuting, men yanada o'zim bilan shug'ullanib uyga borib PlayStation olaman. Joystickda demak, trenirovka qilay. Aytmoqchi bo'lganim, sal maqtanishda eshitilishi mumkin, lekin o'sha aynan Dream guruh hozir 6 natijasini ham, o'sha bomba qilgan rekordimizni ham Toshkentdagi bundan ko'ra natija bitta guruhda ham zo'r natijalar chiqadi. Isroil Bo'riyev degan mana shunday nima qilaman, Everestda zo'r natijalar chiqaradi. Bitta guruhning o'zida 20 talab 7 chiqaradilar-ku. Ular endi Qashqadaryodan kelib chiqayapman-da bu yerda. Ya'ni hozir bizning YouTube'da butun O'zbekiston agar ko'radigan bo'lsa, ya'ni men buncha 4 ta 5 ta 7 bilan buncha maqtanyapti deb, 10 ta 7 chiqaribdi ekan bitta guruhdan deb. Shu yerning o'zida aytaylik 6 ni katta ehtimol 8 yangilash mumkin yoki Dream guruh 9 yangilash mumkin. Lekin boshqa markaz yangilasa, men undan xursand bo'laman. Egoistik fikr emas. Men juda ham xursand bo'lgan bo'lar edim. Xohlardim IELTS instruktorlar ko'payishini va IELTS instruktorlar ko'proq IELTS natija chiqarib, Qarshida IELTSni darajasini oshirishni. Hamma o'sha sıfırga o'tib ketgandan ko'ra IELTSni ham o'ylasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi baribir endi ingliz tilini noldan boshlamoqchi bo'lganlar va o'zimiz ham noldan boshlagan paytimizda o'qituvchini IELTS darajasiga qarab baho berganimizda, endi boshida endi hammada bo'lgan o'sha narsa bo'lmasligi uchun hozir o'sha narsa gapirilyapti. Shunday. O'qituvchini balga emas, o'qituvchi chiqarayotgan natijaga qarab o'zi bilib oldi. O'zi ko'pchilik o'sha tushunib yetyapti ham. O'sha yosh bolalar aytaylik, maktab o'quvchilari ham 8,5 9 olgandan keyin o'sha bilyapti. O'sha maktab o'quvchisi hali dars o'tishni bilmaydi-ku chunki, lekin natijaga erishib bo'lyapti. Demak, ustoz dars o'tishi muhimroq ekan degan tushuncha yetib kelyapti. Shahriyor aka, ana endi o'quvchilaringizga, ya'ni o'quvchilar qaysi o'quvchisi esa olasiz? Bir yaxshi bir natija ko'rsatgan, o'zingiz bir yaxshi ishtiyoq bilan tayyorlagan o'quvchingiz.
Endi bilasiz, 7laringiz 7,5 oy o'qishlar ancha ko'p, ancha ko'p. Endi baribir orasida bitta bo'ladi. Rostdan o'quvchilar ko'p. Hozir qaysidir aytsam, qaysidir xafa bo'lib qolishi mumkin edi. Bahodir aytmadi-yu, shuning uchun ukasini aytib ketdi. Men hozir men ham shoxsiramni aytib ketsam bo'ladi, singlimni. Chunki masalan aytaylik, aytadiku, penalti tepish hayot mamoting penalti bilan iborat bo'lsa, penaltidan kimga ishongan bo'larding deydi-ku. Men hate qilsam ham Ronaldoga ishongan bo'lardim, Messiga emas. Hozir men Messi fanatiman, lekin Ronaldoni juda ham yomon ko'rsam ham, men Ronaldo debsin degan bo'lardim. Tushunasizmi? Chunki Ronaldo xato qilish ehtimoli juda kamda. Xuddi shunday, agarda listening readingga kirib chiqish kerak, yuqori ball olishing kerak. Eng yuqori olishing kerak. Kimga ishonasansa, o'zingami yoki biror o'quvchingami desa, men shoxsanamga degan bo'lardim. Chunki shoxsanamda shunaqa bor, praktis ham ko'p o'tganligi uchunmi, o'sha listening baribir oxiriga 4 ta topshirgandan 9, 8,5 mana shu chiqaverishidan desa ham bo'ladi, nisbatan yaxshi. Singlim bo'lgani uchun ham qattiqroq tura olganman. Majburlab o'sha qushlab qo'yib bo'lsa ham, o'sha listening qildirganman. Shuni tez o'sish bo'lgan. Ikkinchi, ya'ni o'quvchilarimizdan qisqa vaqtda natija qilgan 7 oyda men boshida individualni o'xshaganmiz, keyin guruh bilan Javohir degan bolamiz bor, o'quvchimiz bor edi. Uzoqroq o'zimizga qarindosh bo'ladi ham. Hozir Chikagoda yuribdi. Tunov kuni podkast qilgandik. Yiliga $100,000 topaman degandan beri, demak, men qiziqib qoldim. Qarz so'rasammi deyapman. Javohir, demak, like bosib qo'ysang, qarz so'ramayman. Umuman olganda, masalan, filial ochishimiz mumkin, boshqa narsa qilishimiz mumkin, podдержка qilib tursa deyman-da. Zo'rda Amerikaga ketdi shu bola, Chikagoga 7 IELTS olgan edi, 7 oyda ichida. Imkoni yo'q deb tuyuladi, lekin ba'zi bir bolalarga imkoni bor-da. 0 dan tayyorlangan edi shu bola ham. Pashti 0 dan. Qanday o'zi Amerika chet elda o'qishni, ya'ni Angliyada yoki shunga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlarda o'qishni, rivojlangan davlatlarda o'qishni maslahat berasiz? Albatta tavsiya beraman. IELTS olish o'sha chetga bo'lgan yo'llarni, eshiklarni ochadi. IELTS olish stoytmi, ne stoytmi deydi? Stoyt. Demak, обязательно o'qish kerak. Hozir xursand qiladigan tomoni bu yaxshi ball olgan yoki eng yaxshi o'quvchilaringiz haqida aytib berasizmi deb so'raganingizda bir ikkita misol keltirdik-ku, Polsha, Italiya, Amerikadagi o'quvchilarni. Hozir meni xursand qiladigan tomoni, dunyoning rivojlangan davlatlarida deyarli hammasida o'quvchilarimiz bor. O'sha yo'qlari ham paydo bo'ldi. Masalan, yo'q edi, qayerda? Avstraliyada yo'q edi, Avstraliyaga borishdi, Yaponiyada yo'q edi, Yaponiyaga ham ketishdi. Koreyalar juda ko'p. Italiya, Polsha, Ruminiya, Vengriya juda ko'p. Juda ko'payib ketdi. Angliyada ham bolalar bor, Kanada, Amerika hammasida bor. Maqtanishib ketmasam, hammasini aytib chiqmaylik. Umuman olganda Burkina Faso, Gvatemalada yo'qda faqat. Ya'ni yoki Costa Rica bilan Yamaykada yo'qda hozir. Lekin hammasida bor. O'sha bolalarning hammasi hozir hayotdan rozi, yaxshi ish qilib, qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lishi mumkin, o'ziga yarasha chet elda yurishdi, lekin hammalari o'zining yo'lini topib ketgan bolalar. Shuning uchun men tavsiya qilaman o'sha yerga ularni oldida borishni xohlaydiganlar bo'lsa oramizdan, misol uchun hozirgi o'qiyotgan o'quvchilarimizning ichida IELTS balli olishni tavsiya qilardim va IELTS olgandan keyin biz nafaqat IELTS olguncha keyinchalik chetga chiqib ketishda ham, o'qishga kirishda ham ko'mak beramiz. O'sha eng kamida o'sha o'quvchilarimizning kontaktlarini beramiz. O'sha kontaktlar bilan bog'lanishib, ular orqali chetga chiqish mumkin. Odamni tortadi-da. Chunki hozir ko'pchilik Koreyadagi o'quvchilarimiz hozirgi o'zining o'rtoqlarini Koreyaga yana qayta tortishyapti. Bu juda ham zo'r. Inson bir-biriga yordam berish uchun yaratilgan. Shunaqa tavsiya qilaman, albatta. Yana nima deyishim mumkin? Olganda hozir Dream Zone haqida umumiy yakuniy fikrlardan yana bir ikkitasi aytib o'tadigan bo'lsam, Dream Zone shunaqa joyki, bular imkoniyatlar darchasini ochib beradigan joy. Siz bunaqa davr doimiy bo'lavermaydi. Ozroq nima deydi, maqtanishdek ishlash mumkin, erishish mumkin deydi-yu, rasmiy tilda. Lekin rost gap ham shu. Ingliz tilida iqtisod o'qiyamiz biz, o'sha vaqtda the window of opportunities degan tushuncha bo'ladi-da. Qaysidir davr bo'ladi, iqtisodiyotda imkoniyatlar darchasi bo'ladi. U qisqa vaqt bo'ladi. O'sha qisqa vaqtdan foydalanib qolish kerak bo'ladi. Aynan hozir Qarshi shahrida o'qiyotgan o'quvchilar uchun, Qashqadaryodagi boshqa regionda o'qiyotgan o'quvchilar uchun ana shu window of opportunities mana shu qisqa 1-2 yil ichida bo'lyapti. Dream Zone ko'rinishida. Siz eng arzon narxda
eng sifatli ta'limni o'qishingiz mumkin bo'lgan holatda. Yana tem bori keyinchalik ham demak yordam beradigan markaz bo'lib shakllanyapmiz. Sharif aka, kelajakdagi rejalar qanaqa? Ya'ni umumiy Dream Zone tomonlama oladigan bo'lsak, yangi filial yoki qandaydir kattaytirish, boshqa viloyat bo'yicha. Qarang, kattaytirishga planlar yo'q. Hozir asosiy vazifa bizda o'sha bolalar ko'p bo'layotganimizdek soni, lekin bolalarga tan olamiz kamchiliklarimizni, yetarli darajada coworking zone tashkillashtirib bera olmayotgan bo'lishimiz mumkin. Xonalar ko'pincha bo'sh bo'lmay qolyapti, lekin o'qiyman degan ingliz tiliga chanqoq bo'lgan bolalar juda ham ko'p. Dars qilgan xona bormi deb kelishadi, lekin afsuski biz ba'zida doim ham xona topib bera olmay qolamiz. Imkon bo'lsa shu xonalarimiz ko'p bo'lsa, biz coworking zonalar qilsak, yanada zo'r bo'lardi, nur ustiga nur bo'lardi. Bolalar chunki coworking zone orqali ham yanada o'sish qilishi mumkin, dars qilishi mumkin markazda, kimdir uyda dars qila olmaydi. Men juda ham xohlaydigan nima, agarda ko'p joyim bo'lganida, kattaroq joyim bo'lganida, men katta bir kutubxona ham tashkillashtirgan bo'lardim. Ingliz tili kitoblaridan iborat bo'lgan. Asosan faqat ingliz tilida, o'zbek tilidagi kitoblar bo'lsa ham qarshi emasman. Bolalarni kitob o'qishga qaytarishga. Hozir bilasiz, juda ham ko'pchilik telefon nima bo'lib qolgan-ku. O'sha narsani men sal-pal o'zgartirish uchun o'sha kutubxona davlat tomonidan ham bu narsa qilib berilgan. Prosta yanada qo'shimcha holatda, hozirgi aytganim endi too good to be true deydi-ku, juda ham darajada faraz bo'lib ketishi mumkin yoki ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Men o'sha Angliyada vaqtimda ham, keyin Turkiyada ham bir ikkita ko'rganman. Turkiyaga borib ko'rmaganman, endi YouTube'dagi nimalarda ko'rganman. O'sha public librarylarda shunaqangi facilitylar bor. Kitob o'qiysiz va studentlar uchun, ne только studentlar uchun, ko'proq studentlar keladi endi. Boshqa odamlar uchun ham o'sha past qavatida yoki tepa qavatida kutubxonani aytmoqchiman. Kutubxonaning tepa yoki past qavatida ovqatlanadigan kantin bo'ladi va ovqatlar tekin bo'ladi. Bepul bo'ladi. Ovqat, issiq ovqat bepul. Ya'ni kitob o'qimoqchi bo'lgan odam uchun tekin ovqat ta'minlanadi. O'sha u darajada rivojlanmagan, rivojlangan bizdan ancha-yu. Masalan, dunyoda birinchi raqamli iqtisodiyotlar bo'lmasa ham, Turkiyada mana shu narsa mavjud. Hozir ancha inflyatsiyasi bor, Turkiya lirasi ancha qadrsizlanyapti, lekin shu narsani ta'minlab qo'yibdi. O'zbekistonda endi men qanaqadir davlat tanqid yoki qilish emas, bizda shu narsa yo'q, lekin afsuski o'sha narsani hech bo'lmasa bizda masalan o'zimni foydamdan agar yaxshiroq daromad qiladigan bo'lsam, bir kun kelib mana shu narsa mendan oliy maqsadim bo'lar edi. Buni ko'pchilikka aytmaymiz, chunki aytsangiz o'xshamay qoladi degan tushuncha bor. Shunaqa narsa amalga oshmaydi deydi. Lekin men aytib qo'ydim, hozir ichimda qolib ketmasin dedimda. Lekin mana bu deydi-yu, boy bo'lib ketsa yoki shu narsaga imkon bo'lsa, zo'r kitoblar juda ham ko'p, haqiqatda kutubxona darajasidagi ko'p xonali kitoblar to'la bir zal tashkil qilib va o'sha zalni bir qismida bolalar tekinga ovqatlana oladigan demak xona tashkil qilish va shu orqali qanaqadir bolalarga shunaqa ham qilsa bo'ladi deb, masalan, boy odamlar ko'p-ku O'zbekistonda. Shu narsaga qanaqadir bir undashmi deydimi? Shu narsani boshlab bersak, balkim buni ko'ribdagina davlatning o'zi ham to'xta mana shu xususiy holatda qilyapti. Balkim biz o'zi shundoq ham qilishimiz kerakdir. Soliq to'lashlarda puliga. Umuman olganda mana shu narsa uchun men agar o'sha ham qilinsa, o'zi men boshqa narsa qolmaydi deyarli. Markaz yuzasidan erishilmagan. MOK haqida ham ozgina fikrlarni eshitsak, bilamiz o'zimizda o'quv markazida har yakshanba full MOK examlar bo'ladi. Ham sifatli, ham javobli test chiqadi, ham har hafta bo'lishligi bu hamma studentlar uchun ham yaxshi-da. Lekin boshqa o'quv markazlaridan farqimiz aynan o'zi qanday boshlanib kelgan bu narsa o'zi platformlarda borligi, materiallarning sotib olinishligi ular ajalib turiladi. Shuna endi material sotib olishimiz ko'pchilik aytmaychi-ku, mana podkastda ketib qoldi. Endi material sotib olish ham qanday? Bu yerda hozir noto'g'ri tushunish mumkin. Bizda qanaqadir IDP yoki British Councildan material sotib olmaymiz. Shunchaki material tarqatadigan, masalan, juda ham bir authentic material yig'iladigan nimalardan, joylardan, saytlardan olamiz. Bir xildami tekshirib ko'ramiz, eshitib ko'ramiz, keyin yaxshi bo'lsa, o'sha readinglarni ham qanchalik o'sha Cambridge kitoblarga yaqin bo'lsa, o'shani taxlaymiz. Xursand qiladigan tomoni, haqiqiy imtihonlarda ham tushib qolyapti. Section 1, section 2. Endi buni xursand qiladigan tomoni ham bo'lmaydi. Aslida tushmagani ma'qul. Men o'zim shunaqa o'ylayman. Hamma narsa adolatli bo'lishi kerak. Yechgan narsangiz imtihonga kirganda yechib chiqishingiz qanchalik to'g'ri bilmadim.
Lekin bolalarga hech narsa yoqadi-ku. Demak, shunday ekan, mokkga borish kerak. Shuning uchun qanaqadir encourage qilsak bo'ladi, mana shunaqa bolalar bizda tushayotgan nimalar haqiqiy imtihonda ham tushib turibdi. Shunchaki bir совпадение. Demak, coincidence deydi-yu. Mockni o'ziga keladigan bo'lsak, boya o'zi ustunliklarni aytib qo'ydingiz umuman olganda, biz eng birinchilardan biri hisoblanamiz o'sha naushnikda olib kirdik bolalarga, demak sound quality deyarli imtihon environment bilan bir xilroq bo'lishi uchun. Undan tashqari shaharda ham yaxshi mock o'tkaziladigan joylar bor. Farqli tomoni bizda har hafta bo'ladi shu narsa IELTSda va imkon bor qadar bir kunda javobni chiqaryapmiz. Bizga juda ham og'ir bo'lyapti. Chunki aynan o'sha bitta IELTS mockni ustida ishlayotgan umumiy jamoaning soni 10 ga yaqin. 10 ta odam ishlaydi, o'shani bir kunda chiqarish, speakinglarni olish, imtihonlarni tayyorlash, materiallarni olishdan tortib hammasi bilan joylarni tashkillashtirish, invigilatorlar va hokazo. Safar va IELTS mock uchun 10 kishi kerak bo'ladi. Ko'p markazlar esa buni qilmaydi, chunki bu juda katta xarajatga olib keladi va u xarajatni qoplash uchun mock to'lovini hech bo'lmaganda 100 ming yo 150 ming qilish kerak. Lekin 50 mingga o'tkazadigan bo'lsa, demak bu minusga ishlaydi. Bizda esa o'sha 50 ming o'tkazayotgan sababi o'sha bu aytganimiz non-profit organization dedikki, qayta-qayta aytamiz. Minusga bo'lsa ham Qars shahrida IELTS darajasi yaxshilanish uchun, bolalar mockga o'rganish uchun va mock qancha ko'p topshirsa, imtihondagi haqiqiy real exam atmosferaga shunchalik o'sha o'quvchi o'zini o'zi demak o'rgatadi, immunitet hosil qiladi, natijada balli ham yuqori bo'ladi. Mana shu uchun shunaqa qilyapmiz. Umumiy boshlanganini olib keladigan bo'lsak, men o'sha bu narsani Clifs o'quv markazidan ko'rganman, o'sha yerda boshlaganmiz. Shu narsa bu yerda ham keyin davom etgan. O'sha paytda juda ko'p joylarda qilmas edi. Clifsda o'sha har haftalik yakshanba kungi mocklarni. Bu payt sal qiyin bo'lardi, chunki bir o'zim ishlardim. O'zim material taxlayman, o'zim chiqaraman, kichkinagina printercham bo'lar edi. Bu printer mockni 30 kishiga chiqarish uchun 6 soat ishlash kerak edi. 6 soat chiqaraman, uni chiqargandan keyin tarqataman, degan mock olaman, invigilatorga yordam beradigan ham odam yo'q chunki. Keyin speaking imtihon olaman, speaking imtihon olgandan keyin kelib tekshiraman-da, uni chiqaraman, chiqarib bo'lgandan keyin ertangi kun darsga ketaman. Bu juda ham darajada. Biz ertangi kun ham degan narsa qolmaydi, 2-3 soatdan keyin darsga ketaman yana. Shunaqa holatda ishlaganmiz. Hozir yaxshi. Yordam beruvchi supportlar ko'p. Ma'lumot uchun mana shu hozir olib kelingan hamma shart-sharoit o'sha headphone olib kelingan to'g'ri. Shu headphonelar puli haligacha qoplanmagan. Mana shu 50 ming so'mdan. Ko'pchilik o'ylaydi, mana shu 50 ming so'm bo'lganligi faqat mablag' tomonlama har hafta bo'lsa-ki, faqat mablag' uchun deb o'ylaydi, finance jihatdan. O'sha narsa, lekin bilishmaydiki. O'sha narsa shu boya akamizdek 50 ming tushadigan u invigilatorlar bor. Hali 1 yil bilan ham nimani qoplamaydi. U headphonelarga misol uchun o'zi $2000 sarflaganmiz. Oddiy headphone o'zini olib kelishga ham o'sha bu qancha xarajatga tushgan bizga. Bu aytganimizdek 10 kishi ishlaydi, 10 kishiga oylik berish kerak-ku. To'g'rimi? O'sha aynan mock uchun xizmatlari uchun to'lash kerak. Support to'lovi bor. Uni faqatgina emas, writing tekshiriladi, speaking tekshiriladi. O'shani hisobiga ularga ham beriladi. Aytganingizdek shunaqa. Ya'ni mocklarga ko'proq kelishni tavsiya qilardim. Agarda 50 mingdan arzon joy bo'ladigan bo'lsa, men ko'rmaganman. Full mockda olinadigan, bir kunda IELTS natija chiqariladigan joyni. Shuning uchun topshirib qolish kerak. 100 ming qo'yib qo'ysak bo'ladi, prosta bolalarga bu aytganingizdek pul daromad qilishib qoladi. Menimcha yaqin 1 yillar ichida 50 ming qoladi. Harakat qilamiz siz uchun o'quvchilar mock narxlarini 50 ming qoldirishga. Shunday. Demak mana shunday. Yo bundan o'zgartirib qo'yamizmi? Mockga kelish 50 ming so'm, naushni taqish yana 50 ming so'm. Yo'q, question paperlarni olish yana 50 ming so'm qo'yamiz. Xohlasangiz question paperni olmang. Shunday qilish kerak, chunki hamma darsdan keyin keladi yoki mockdan keyin keladi-da. Yo'q, shunaqa bitta nima kiritmoqchimiz. Prosta unga rozi bo'lar ekanmi yoki yo'qmi? Yo'q, writing feedback emas. Writing feedback juda ham ko'p vaqt talab qiladi. U uchun qimmatlashib ketib qoladi. O'quvchiga juda qimmatlashib ketadi. Writing feedback emas u, listening, readinglarni o'sha joy nimadan keyin analiz qilib berish va o'sha ya'ni imtihon soat 2 da tugasa mock 2 dan keyin ularni 4-5 largacha olib qolib. Everestda shunaqa bo'lar ekan-ku. Yakshanba kuni ertalab boshlanar ekanda, kechqurun soat bolalar 8 da 7 da ketishar ekan. O'sha polniy analiz qilinadi. Bitta writing task 1, task 2 sample ham yozib beriladi. Shu yerda tushunasizmi? Bunaqa qiladigan bo'lsak, birinchidan sal narx ko'paytishi mumkin, qimmatlashishi mumkin. Bu
bu narsa uchun alohida to'lov bo'lishdi. Xohlovchilar uchun alohida xohlovchilar uchun alohida narx qiladigan bo'lsak, xohlovchi kam bo'lishi mumkin. Xohlovchi masalan 4 kishi qoladigan bo'lsa, 4 kishi uchun bu narsani baribir ham ustoz o'sha vaqtni sarflaydi-ku. Bir xil. Qolipdagina. Baribir qolyapti-ku. Yo'q, hamma xohlashi kerak. Yoki hech kimga qilmasligi kerak. Xohlovchi uchun degan tushuncha bo'lmasligi kerak bu yerda, chunki hamma bir kemada bo'lishi kerak. Ketaman, men juda ham uydagilar qo'ymayapti desa, mayli 4-5 kishi ga ruxsat berish kerak. Qolgan masalan 60 kishi bo'ladimi, 50 kishi bo'ladimi, moq topishayotganlar qolish kerak edi soat 5-6 gacha. Shunga rozi bo'lsa, analiz qilinishiga o'rtaga ozroq summa qo'shimcha qo'shiladi. Demak, writing task 1 task 2 o'sha mavzu bo'yicha vocabulary bilan ketmoqchi bo'lsa, ideyalar bilan ketmoqchi bo'lsa, bu zo'r variant. Shuni ham birinchi bo'lib tashlashayotgan o'quv markazidan bo'lishimiz mumkin. Bu narsani davomiy qilsa ham bo'ladi yoki bir oyda bir marta shunday kattagina uni boshida demo variantda, ya'ni nima deydi? Hozirgidek mok bo'laveradi. Misol uchun 3 hafta bo'lsa, hozirgidek mok bo'ladi. 4-hafta oyda oxiriga ancha katta mok bo'ladi. Uni narxi 100 ming yoki 150 ming bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. 150 ga qo'yolmaymiz. 100 ming qilamiz-da. 100 ming imtihondan oldin shu 100 ming so'mlik qilinsa, adolatliroq bo'ladi. Bitta darsda bo'ladi, ya'ni praktik o'tib beriladi, ya'ni writing dars kurslar, vocabulary. Shunday. Moklar bo'yicha mana shunaqa menimcha, qanaqadir boshqa savollar bo'lmasa, shu yangilikni ham aytamizmi? Yo'q, mana aytildi, o'sha yerda o'sha ketyapti. Videoda o'sha tushunib olishyapti-ku. Bo'lishi mumkin. Aniq emas bu hali. Demak, taklif. Mana Madina o'sha ko'rmay qoldi. Qanaqa? Ishladinglar? Nima savollar? Hop, shu bilan nimamizni yakunlasak bo'ladi deb qo'yamiz menimcha, to'g'rimi? shu bilan menimcha podkastimizni yakunlasak. O'zi uzayib ketdi, 1,5 soatlik podkast bo'lyapti. Qisqartirib chiqsa ham 1 soat bo'ladi-da podkast. Mana shu bilan podkastimizni keyingi sonni kim bilan bo'lishini o'zlaringiz tanlashingiz mumkin. Ya'ni kommentariy yozib qoldiring. Ha? Yo'q, deyarli gapirmadik. Yo'q, bo'lishi mumkin deb qo'yildi. Unaqa nima qilmadik. U chunki hali filial gaplashilgani ham yo'q, joy ham olingani yo'q-ku. Ana undan oldin suvni ko'rmay etik ichib qo'ymaylik. Bo'ldi. Menimcha shu yerda hozir yakun yasaymiz. Xo'p, shu bilan boshla. Xo'p, shu bilan mok tugatsam bo'ladi. Xo'p, shu bilan podkastimizni o'z yakuniga yetkazsak ham bo'ladi. Shahriyarga ajratgan vaqtingizga, sarflagan bir dars o'tmasdan shu bizani podkast qatnashganingizga dars yo'q. Zo'r bo'ldi-ku. Uyga bormasam, o'xlamasa podkastimizga kelganingizni so'rayman. Boshla. Yo, prezident ishlaydi qol. Mana boshdan nima qilaylik? Xo'p, shu bilan o'z podkastimizga yana yakun yasash payti. Xo'p, shu bilan podkastimizni tugatsak ham bo'ladi. Shahriyar aka, sizga shu o'zingiz vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Po'lat, sizga ham rahmat. Keyingi podkastimiz kim bilan bo'lishini o'zingiz hal qilasiz, ya'ni kommentariyada yozib qoldirsanglar. Kelasi safar o'sha odam bilan, ya'ni o'quv markazidagi birorta odam bilan olishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat bo'ldi. Rahmat sizga ham taklif uchun. Juda ham xursand bo'ldim. Bo'lganda taklif deymizmi, majburiy podkast juda ham yaxshi bo'ldi. Aman nima deydi, yaxshi savollar eshitdim sizlardan. Po'lat ham juda ham qo'shimcha o'zlaridan ham savollar berib chiqdilar. Shunaqa podkastlar ko'paytirsa yaxshi bo'lardi. Bizni qo'llab-quvvatlagan bo'ldilar. Siz qo'llab-quvvatlasangiz biz kuchayib ketamiz. Biz kuchayib ketsak, demak mikrofonlar olamiz, boshqa narsa bo'ladi va podkastlarimiz darajasi ham ancha yaxshi chiqadi. Shunday sifatli bo'ladi. Biz ham naushnik taqlaylik. Suv olamiz. Suv olamiz. Xulasa, zo'r bo'ldi menimcha. Menimcha yaxshi bo'ldi. Hop, bravo.